Assalomu alaykum, hormeli, yaxshi keldinglar. Shuncha odam shaxsiy brend qilmoqchimi? Chunki organizmimizda dopamin gormoni ko'p chiqadi, motivatsiyamiz oshib ketadi, nasriyani zo'r bo'lib ketadi. Instagramda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Qayta shug'ullanishga xohish paydo bo'ladi. Bu yerdagi nozik nuqta nimada? Bizni psixologik ravishda o'zimiz bilmagan holda bunga zavismiy bo'lib qolamiz, ya'ni bog'lanib qolamiz. Reputatsion shaxsiy brend quradigan bo'lsak, o'zimizni tanitadigan bo'lsak, odamlarda bizga nisbatan ishonch, bizga nisbatan hurmat va bizdan sotib olishga xohish bo'ladi. Mani o'zimning blogimning missiyasi shaxsiy brendni rivojlantirish va buni ichidagi instrumentlarni ko'rib, bepulga o'rganib borish uchun, qanaqa rivojlantirishni ko'rish, o'rganish uchun menga obuna bo'lishligi kerak. Shaxsiy stilni qanaqa shakllantirish kerak? Bu yerda bir nechta tavsiyalar bor. Birinchisi maqsadni aniqlashtirish. Ya'ni qaysi sohada brendingizni rivojlantiryapsiz va kim bo'lishni xohlaysiz. Xarizma lekin shaxsiy brendni rivojlantirayotganda juda ham ahamiyatli va juda ham qiymati baland bo'lgan instrumentlardan bittasi. Xarizmasi yo'q odam bilan xarizmasi bor odam shaxsiy brendini rivojlantirayotganda katta farq bo'ladi. Assalomu alaykum barcha Cambridge o'quvchilari. Xush kelibsizlar. Bugungi guest lectureimiz mehmoni Asror Iskandarov. Marhamat Asror aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hormeli. Yaxshi keldinglar. Yaxshi o'qiyapsizlar. Shuncha odam shaxsiy brend qilmoqchimi? Nima qilasizlar shaxsiy brend qilib? Bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz umuman Instagramda o'zi boshqa platformalarda ham deyarli bir xil o'zi tizim ishlaydi. Shu narsalarni xudo xolos tushuntirib beraman. Instagramda samarali shaxsiy brend qurish siri nimada? Eng birinchi savoldan boshlasam, nimaga o'zi shaxsiy brend qilmoqchisizlar, o'zingizlarni tanitmoqchisizlar? Просто хоббиdan bo'lib chiqdi. Uni boshlanishi просто to'qirchi edim. Nima edi? Я рукодельница. Ага. To'qirchi, потом mamam o'zimni личный брендimni qilib berdilar, etiketkalar, всё qilib berib. И вот так вот получилось, что у меня есть теперь личный бренд. Ну, я его перестала юридичты, и этого сегодня хочу научиться у вас. Zo'r. Qo'ldan kelgan tushuntirib berishga harakat qilaman. Qolganlarchi? Kim hozir Instagramda blogini aktivni yuritadi oramizda? Aktivni yuritadiganlar bormi? Dasturlash haqida kontent olib yuraman. Hop, 1,5 minutda ko'proq podpishkim bor. Zo'r. Qolganlar nimaga yuritmoqchisizlar? Ko'proq auditoriyani e'tiborini ushlab qolish uchun. Chunki oldin odamlar Google ga poisk berardi, programmistlar sayt yasab qo'ygan bo'lardi. O'sha yerdan kirib turib odam haqida informatsiya olardi. Ya'ni nimadir boshlab qo'yib kutib o'tirishni noto'g'ri-da. Qachon klient kelar ekan. Oldin shunaqa qilishardi, hozir hech kim poisk berib topmayapti-da. Googledan. Ha. Hozir ko'pchilik Instagramda o'tiribdi. Ya'ni auditoriyani e'tibori qatta bo'lsa, odam shu yoqqa o'tib qilsa, menimcha ko'proq samarali bo'ladi. To'g'ri. Birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak, o'zimizga o'zimiz tushunib olishimiz kerakki, o'zi qanchalik menga hozir shaxsiy brend qilish kerak, qanchalik darajada bu men uchun aktual, qanchalik darajada buni qilish menga foydali degan narsani tushunib olish kerak. Hayotimizda biz o'ylaymizki, ko'pincha hayotimizni o'zimiz boshqaryapmiz, o'zimizni qarorlarimizga asoslangan holda yashayapmiz deb o'ylaymiz. Lekin aslida bunaqa bo'lmaydi. Bizning hayotimizni gormonlar boshqaradi. Ya'ni har bittamizning ichimizda har xil gormonlar bor. Etilu, dopamin, melatonin, yana shunga o'xshash ko'p xildagi gormonlar borki, hammasini vazifasi har xil. Qaysi birdir uyquga javob bersa, qaysidir o'sha baxt gormoni, sevgi gormoni, qaysidir yana o'sha dopamin, etilu odam o'ziga nisbatan ishonchi, boshqa testosteron misol bolalarda va shu gormonlarimizdagi organizmimizda bo'layotgan jarayonlar bilan biz har xil qaror qabul qilamiz, kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi, motivatsiyamiz ko'p bo'ladi, nimadir ish qila olamiz yoki nimadir ish qila olmaymiz, energiyamiz kam yoki ko'p bo'ladi. Va bizning o'z umuman hayotimizdagi eng birinchi qiladigan ishimiz aynan shu gormonlarimiz bilan to'g'ri yashashni, to'g'ri ishlashni va ularga to'g'ri munosabatda bo'lishni o'rganishimiz kerak. Endi Instagramda biz blogimizni yuritishni boshlagandan keyin, ayniqsa u omadli yurishni boshlasa, bizga nisbatan e'tirof ko'p bo'lishi boshlaydigan bo'lsa, bizda dopamin gormoni organizmimizda ko'p chiqadi, aynan shu ishni qilayotganimizda. Buni qayta qilishga bizda xohish paydo bo'ladi. Buni o'yin o'ynaydiganlar yaxshi biladi. O'yinda yutamiz, to'g'rimi? Kim oramizda har xil o'yin o'ynab turadi. Misol dotikka, kesikka, bir olti o'ynaydiganlar bo'lmasa kerak bu yoqda. Bir olti ham bor ekan. Kesikka o'tmaysizlarmi? Orqada qolib ketsizlar.
Xullas, o'yin o'ynayotganimizda maza qilamiz, yutganimizda ayniqsa, chunki organizmimizda dopamin gormoni ko'p chiqadi, motivatsiyamiz oshib ketadi, настроение zo'r bo'lib ketadi. Instagramda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Kontent qilishni boshlaganimizdan keyin bizda xuddi shu narsa paydo bo'lib, bu narsa bilan yana qayta shug'ullanishga xohish paydo bo'ladi. Endi bu yerdagi nozik nuqta nimada deydigan bo'lsa, bizni psixologik ravishda o'zimiz bilmagan holda bunga zavismiy bo'lib qolamiz, ya'ni bog'lanib qolamiz. Qachonki bu ish bilan shug'ullanmasa o'zimizni yomon his qilishi, qachon bu uje dozani olmaydigan bo'lsa, o'zimizni ichki holatimiz yomonlashishi boshlaydi va shug'ullangan taqdirimizda ham natijalar bizni kutgandek bo'lmaydigan bo'lsa, bu natijalar bizani organizmimizga, umuman miyamizga psixologik ta'sir o'tkazadi. Ya'ni prosmotr kam bo'ladigan bo'lsa, настроение kamayadi. Prosmotr ko'p bo'ladigan bo'lsa, настроение ko'payadi, yaxshilashadi va buni orqasidan nima bo'ladiki, har doim ham prosmotrlar yaxshi bo'lmaydi va bu bilan biz o'ynashni boshlaymiz. Fokusimizni bu yoqqa qarab ketishni boshlaydi. O'zimizni rivojlantirish, yangi nimadir narsani o'rganish, hunar o'rganish, nimadir ish o'rganish, hayotimizdan o'zida qaysidir достиженияларga chiqishdan tashqari bizda yana bitta достижение qilishimiz kerak bo'lgan bu yoqda instrument paydo bo'ladiki, shunga ko'proq fokusimiz ketib qoladi. Ya'ni hayotimizda haqiqiy dopamin olish kerak bo'lgan narsalar bor. Va shu narsalardan ko'ra bunga ko'proq aldanib qoladigan, bu bilan ko'proq vaqtimizni o'tkazadigan jarayon bo'lib qoladi. Agar bizda пока что bu narsaga ehtiyoj bo'lmasa, hozircha shaxsiy brend qilishga, Instagramda продвижение qilishga bizda ehtiyoj bo'lmaydigan bo'lsa, buni shunchaki qiziqishga boshlamoqchi bo'layotgan bo'lsa, buni shunchaki qaysidir o'sha o'rtog'imiz yaxshi kontent qo'yayotgani, anaqa qilib kontent qo'yayotgani uchun biz ham nimadir qilishni xohlayotgan bo'lsa, bu chalg'itadi, ochib aytaman. Bular nimalar deydigan bo'lsa, ishimizda mutaxassisligimizning ustida ishlashimiz, sohamiz bo'yicha nimadir yaxshi natijaga erishishimiz yoki hali sohamizni tanlab ulgurmagan bo'lsa, yo'nalishimizni hali nima yo'nalishga ketishimizni, kelajakda kim bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishni o'rganishimizga ketkazishimiz kerak bo'lgan fokusimizni, vaqtimizni bu yoqda ko'proq ketib qoladi. Nima qilsam, nima kontent qilsam, anaqa ko'p bo'ladi, like ko'p bo'ladi, nima kontent qilsam подписчикim ko'payadi, nima kontent qiladigan bo'lsam, odamlardan menga nisbatan ko'proq anaqa e'tibor bo'ladi degan narsaga chaqilib qolamiz. Hayotda haqiqiy bizani muvaffaqiyatimizni belgilaydigan unsurlardan qolib ketib qolamiz. Tushunyapsizlar nima deyotganim, to'g'rimi? Agar bunga o'ralashib qoladigan bo'lsa, pakka bizda ko'rsatishga narsa bo'lmasa, hozir olib chiqishimiz mumkin, agar hunarimiz, kasbimiz bo'lmasa, lifestyle content qilib. 2012-yilgi yosh yigitni hayoti qanaqa o'tyapti deb, shu Cambridgega kelayotganingiz, nimadir ish qilayotganingiz, qaysidir o'yin o'ynayotganingiz, qaysidir qizni yaxshi ko'rib qolganingiz, itakdali shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatishingiz mumkin. Zo'r bo'ladi. Men ochib aytaman, misol, ko'p prosmotr bo'ladi, lekin bu sizga pakka kerak emas. Tushunyapsizmi? Pakka sizdagi hozirgi motivatsiyangiz nima bo'lishi kerak? Hozir o'zingizni rivojlantirishingiz kelajakdagi o'zingiz uchun. Hozir o'zingiz ustingizda ishlashingiz, mana zo'r ish qilyapsiz, o'zingiz ingliz tilini o'rganayotganingiz. Yana bitta zo'r ish bo'lishi mumkin, etikli sport bilan shug'ullanish. Yana bitta zo'r ish bo'lishi mumkin, nimadir kasb o'rganish. Kasb topish hayotdagi eng katta bizani qilishimizni va biz uchun eng muhim bo'lgan ishlardan bittasi. Nimaga? Nimaga deb o'ylaysizlar? O'zimiz yaxshi ko'rgan kasb topish. Biz u ishni yaxshi ko'rganimiz uchun harakat qilamiz, intilishga, muvaffaqiyatga erishishga. Agarda majburan bironta ishni qilsak, u ishni qilgimiz kelmaydi. Uni puli yoki boshqa o'rvini tepib oladimi, unga ahamiyat berilmaydi. Insonning ishtiyoqi o'ladi. O'shanda muvaffaqiyatga erishmaydi. Harakat ham qilmaydi. Zo'r javob bo'ldi. Katta rahmat. Qaranglar. Hayotimizni 20 dan keyingi 45-50 yoshgacha bo'lgan davrimiz ishda o'tadi. Ish bilan o'tadi va bu o'rtacha kuniga 8 soatdan agar o'rtacha hisobda ko'radigan bo'lsa, hayotimizning 3 dan 1 qismi, balki undan ham ko'proq ish bilan o'tadi. Yana bir 3 dan 1 qismi uyquda o'tadi. Qolgan 3 dan 1 qismi qaysidir развлечениялар uchun bizda vaqt qolishi mumkin. Qolgan hamma ishlarimiz 3 dan 1 qismida, lekin 3 dan 2 qismi uje band, bittasi uyquda, bittasi ishda. Endi agar o'sha vaqtni biz o'zimiz yaxshi ko'rgan, o'zimiz maza qilib ishlaydigan, ishda o'tkazmaydigan bo'lsak, butun hayotimiz Alloh akbar bo'ladi. O'shaning uchun muhim.
qachonki biz o'zimizni yaxshi ko'rgan ishni topadigan bo'lsak, qachonki bizni mazza qilib ishlaydigan ishimizni ko'radigan bo'lsa va shu ishni o'zimizni topadigan bo'lsa, o'sha bunda xuddiki ishlamayotgandek bo'lamiz. Ya'ni o'zimiz yaxshi ko'rgan narsa bilan zanimatsiya qilyapmiz va bu uchun bizga pul to'lashyapti. Va odatda shunaqa bo'ladiki, odamlar o'zi yaxshi ko'rgan, ishini yaxshi ko'rib qilayotgan odamga ko'proq pul berishga tayyor bo'ladi. Ya'ni kim o'zini ishini zo'r qilayotgan bo'lsa, o'sha odam o'zini sohasida o'zini ishini yaxshi ko'rib qilayotgan bo'lsa, qolganligiga nisbatan ancha ko'p pul topadi. Nimaga odamlar? Chunki u odam bilan ishini qildirgisi, imini o'sha odamning xizmatidan foydalangisi, imini o'sha odamning oldiga borgisi keladi, chunki u ishini maza qilib qilyapti. Bunga primerlar rosa ko'p. Misol uchun Nusrat ovqat pishirishni maza qilib qiladi, shundoq bilinib turadi va uni ovqati qolganligiga nisbatan ancha qimmatligi hammamizga ma'lum. Misol bitta kirib ovqatlanib chiqib ketishingiz 2-3 kishiga $4,000 bemalol bo'lib qo'yadi. Aytaylik, yaxshi sartaroshlar bor, yaxshi istalgan sohada bunga primer qanaqa qilishimiz mumkin, topishimiz mumkinki, ishini maza qilib qilayotgan odamning klienti ko'p bo'ladi. Chunki hamma o'zini o'sha odamga topshirgisi, o'sha odamning xizmatidan foydalangisi keladi. Va bizadagi hayotimizdagi asosiy topishimiz kerak bo'lgan, qilishimiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi o'zimiz yaxshi ko'rgan yo'nalishni, o'zimiz yaxshi ko'rgan ish topishimiz. Endi bu yoqda agar anaqaga boyga aytganimdek, sal bunga ko'proq fokusimiz ketib qoladigan bo'lsa, bunga ko'proq anaqa qilib qo'yadigan bo'lsa, nima deydi? Vaqtimizni ajratib qo'yadigan bo'lsa, pakashda ozgina yoshroq vaqtimizda chaqalg'ib qolish ehtimolimiz juda baland bo'ladi. Tavsiyam nima bo'lardiki, o'zimiz yaxshi ko'rgan ish top bo'lganimizdan keyin, o'zimiz mazza qilib shug'ullanayotgan yo'nalish shu bo'lganimizdan keyin, o'zimizni topib bo'lganimizdan keyin shaxsiy brend qilishni boshlasak, o'zimizni topib bo'lganimizdan keyin kontentlar qilishni boshlaydigan bo'lsak, bu yoqda muvaffaqiyat qozonish ancha oson bo'ladi. Qolgan o'sha blogini yurgizayotgan odamlar bilan solishtirgan va chalg'ib qolmaslik ehtimoli ham ancha baland bo'ladi. Bu shunaqa ishki, bor fokus bilan prioritetni birinchi o'ringa qo'yiladigan narsa emas. Bu shunaqa narsaki, bu qilayotgan doimiy ishimizdan alohida qo'shimcha qilib qo'yish kerak bo'lgan, qo'shimcha holatda yuritish kerak bo'lgan, shug'ullanish kerak bo'lgan narsa. Endi men hozir sizlarga tushuntirib beraman, o'zi qanaqa ishlash kerak, nimalar qilish kerak, nima qo'yish kerak, nima kontent qiladigan bo'lsa, bu yoqda yaxshi ketadi. Nima o'zi bu yoqda instrumentlari bor, qanaqa qilib bu yerda katta natijalarga erishish mumkin degan narsa hammasini ko'rsatib beraman. Kelajakda shaxsiy brend qilishingiz kerak bo'lgan vaqtda bitta qaraysizlar, mana narsa bizga tushuntirilgan edi. Mana shu asosligiga ko'raman, xudo xolisi chiqadigan bo'lsam yaxshi ketadi degan narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. O'zim haqimda qisqacha aytib berim yo hamma taniydimi? Qisqacha aytib beray. 2019-yildan beri shaxsiy brendni rivojlantirish bilan shug'ullanamiz. Bugungi kungacha 50 dan ortiq soha egalari tadbirkorligi shaxsiy brendlarni rivojlantirishda shaxsan yordam berganman. Bugungi kunda dollarviy milliarderlar, millionerlar bilan hamkorlikda ishlaymiz, aynan ularni tanitish bo'yicha va 1000 dan ortiq insonni shaxsiy brendini rivojlantirishga shaxsan yordam berib, o'zim dars va master-klasslar o'tganman, mentorlik kurslarimiz bor, onlayn kurslarimiz bor, itagdali va xudo xolisi sizlarga aynan 4-5 yillik tajriba va bu sohani o'rganishga ishlatilgan $50,000 dan oshuv mablag' tikilgan investitsiyali fikrlar bilan xudo xolisi sizlarga informatsiyalar berishga harakat qilaman. Bizdagi asosiy mavzu nimaki? Reputatsion shaxsiy brend qurish. Chunki har qanaqa usul bilan, har qanaqa yo'l bilan o'zimizni tanitishimiz mumkin. Ya'ni kulgili videolar qilib chiqish orqali, ibratli videolar qilib chiqish orqali yoki prank videolar qilib chiqish orqali va shunga o'xshash holatda o'zimizni tanitishimiz mumkin, lekin bularni hammasi bizga reputatsion shaxsiy brendni bermaydi. Ya'ni odamlar bizani yaxshi ko'rishi, odamlar bizdan sotib olishi, odamlar bizga ergashishi, odamlar bizani hurmat qilishiga yo'l ochmaydi. Fikrimga qo'shilasizlarmi? Qachonki biz reputatsion shaxsiy brend quradigan bo'lsak, o'zimizni mutaxassis sifatida ko'rsatadigan bo'lsak, mutaxassis bo'ladigan bo'lsak va sohaviy holatda shaxsiy brendimizni qurib, o'zimizni tanitadigan bo'lsak, odamlarda bizga nisbatan ishonch, bizga nisbatan hurmat va bizdan sotib olishga imkoniyat, sotib olishga xohish bo'ladi. Va aynan shunaqa shaxsiy brendni qurishda bir nechta omillar, bir nechta instrumentlar bor. Ya'ni
Biz o'zimizni tanitishni boshlayotganimizda, o'zimizni shaxsiy brendimizni reputatsiyon qurishni boshlayotganimizda eng birinchi o'rinda javobini topishimiz kerak bo'lgan savol, meni yuritayotgan blogimni missiyasi nima bo'ladi? Ya'ni, men odamlarga qanaqa qiymat beraman, odamlar meni blogimdan qanaqa foyda oladi va nima uchun meni kuzatishlari kerak degan savolning javobini topishimiz kerak. Siz endi qizlarda boshqacha, chiroyli qiz bo'lgani uchun ham odamlar ko'rishi mumkin, lekin bolalarda unaqa bo'lmaydi. Nimadir bermasa, odamlar bizani kuzatmaydi, bizdan sotib olmaydi, bizani eshitmaydi. Biz odamlarga qanaqadir qiymat bersakkina, odamlarda bizga nisbatan hurmat, bizga nisbatan ishonch va bizga nisbatan loyallik paydo bo'lishi boshlaydi. Bu bo'lishi mumkin etikli dasturlashni o'rgatish. Dasturlash ichidagi nimadir instrumentlar. Bu bo'lishi mumkin yana boshqa o'zimizni ishlayotgan yo'nalishimizdagi foydali ma'lumotlar. Bu dunyoqarash bo'yicha instrumentlar. Bu etikli hozir boya gaplashganimizdek gormonlarni boshqarish va gormonlar bilan ishlash bo'yicha spetsialistlik bo'lishi mumkin. Bu bo'lishi mumkin ushbu boyagidagi tikuv yoki shunga o'xshagan yo'nalishlarda qizlarga foydali kontentlar, qizlarning blogini boshqarishida va shu narsalarni o'zi samostoятельный qilishidagi instrumentlar va life hacklar bilan bo'lishi mumkin. Bu yerdagi asosiy misl nimaki? Asosiysi bizning blogimizning missiyasi nima bo'ladi? Nima uchun odamlar meni kuzatish kerak degan savolni javobini topishimiz kerak. Tushundinglarmi? Cho'tda hamma nimaga odamlar bizani kuzatish kerak degan savolni javobini topganimizdan keyin bu yerda bir nechta misollar faqat aniq sal yaxshi ko'rinmayapti. Etilu Shohrux Erkinov degan bizning klientimiz bor. Logistika bo'yicha kontent qiladilar va bularning bloglarining missiyasi logistika bo'yicha foydali ma'lumotlarni olib turish, logistika biznesi o'zi qanaqa ishlashini o'rganish uchun odamlar obuna bo'lishadi. Etilu Shahzoda apaga bularning bloglarining missiyasi o'yin ishqibozlari, o'yin ko'p o'ynaydigan odamlarga yangi o'yinlar, umuman o'yinlarning ichidagi bo'layotgan hodisa voqealarni ko'rib eshitib turish, o'yin bo'yicha ko'proq informatsiya olib turish uchun buni bo'lishlari kerak bo'ladi. Missiyasi shunaqa. Etilu meni o'zimning blogimning missiyasi shaxsiy brendni rivojlantirish va buni ichidagi instrumentlarni ko'rib, o'rganib, bepulga o'rganib borish uchun, qanaqa rivojlantirishni ko'rish, o'rganish uchun menga obuna bo'lishligi kerak. Xuddi shunga o'xshagan o'zingizlarda bloginglarni yurgizayotganingizda bo'lish kerak bo'lgan missiyasi bo'ladi. Va buni o'ylab topishinglar kerakki, aynan o'zingizlarni mutaxassisliginglar doirasida qolganlardan ko'ra ko'proq biladigan, qolganlardan ko'ra yaxshiroq qiladigan ishingizda bo'lgani afzal, bu yaxshi ketishi uchun. Endi ikkinchi instrument nimaki? Bu shaxsiy stilist. Ya'ni qolgan odamlardan, qolgan blogini yurgizayotgan insonlardan qaysi tomonlama, qaysi jihatingiz bilan ajralib turishingiz mumkin degan savolning javobi. Bitta nazariyasini o'qib beraman. Shaxsiy stil bu sizni kimligingizni ko'rsatadigan vizual til bo'lib, unda nafaqat kiyim, balki umuman sizni ko'rinishingiz, xulq-atvoringiz, gapirishingiz va o'zingizni qanaqa tutishingiz ham kiradi. Bu albatta shaxsiy brendingizni ajralmas qismi bo'lib, boshqalarda esda qoladigan kuchli taassurot qoldiradi. Qaranglar. Shaxsiy brendni rivojlantirayotgan, kontent qilayotgan, shaxsiy brend qurayotgan odamlarni 95% 100%dan 95%ni blogi muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Ya'ni ajralib chiqolmaydi, boshqalardan farqlanolmaydi va ko'rinmasdan qolib ketib qoladi. Buning asosiy sababi nima? Hamma bilan bir xil bo'lib qolish. Tavsiya nimada? Hammadan boshqacharoq bo'lish, 5%ga kirish uchun. Agar hammadagi blogingizni yuritayotgan bo'lsangiz, hamma qilib chiqayotgandagi rakursda chiqayotgan bo'lsangiz, hamma bilan bir xil chiqish qiladigan bo'lsangiz, hamma bilan bir xil gap gapiradigan bo'lsangiz, sizni qolganlardan farqlanadigan joyingiz, eslanib qoladigan holatingiz va odamlarga qiziq tomoningiz bo'lmaydi. Qachonki biz qolganlardan boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, kiyinish stilimiz bo'lishi mumkin. Bu ovoz tonimiz, olib chiqayotgan mavzuyimiz, shug'ullanayotgan mashg'ulotimiz, shunga o'xshash holatlar bilan qachonki odamlardan bizni farqlanib turadigan bo'lsak, mana shunda bizni 5%ga kirish ehtimolimiz balandroq bo'ladi. Biz blogimizni yurgizayotganimizdagi eng asosiy javob topishimiz kerak bo'lgan birinchi savol, missiyasi, blogimning missiyasi nima bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi meni shaxsiy stilim qanaqa bo'ladi? Ya'ni men qolgan odamlardan, qolgan blogini yurgizayotgan insonlardan nima bilan ajralib turaman, odamlarni esda qolish uchun degan savolning javobini topishimiz kerak. Tushunarli bo'ldimi?
Bunga bitta zo'r primer bor. Cobalt bilan BMW ni misolida mana shuni ko'rishimiz mumkin. Yaxshiroq esda qolishi uchun. Ko'chada tasavvur qilamiz, ketyapmiz. Oldimizdan oppoq Cobalt o'tib ketdi. Bu bizani qanchalik e'tiborimizdan tortadi. Deyarli o'tib ketganini ham bilmaymiz. Qachonki siqib, bir narsa qilib yoki urib olmasa, oldimizdan o'tib ketdi, umuman qizig'i bo'lmaydi. Va xuddi shuni teskarisi oldimizdan Etilu M4 Competition xuddi shunaqa ko'k rangda matviy vixliplari уже darobotinni paqir-puqur qilib o'tib ketdi. Bu qanchalik e'tiborimizdan tortadi? Уже zo'r tortadi. Ko'zimizdan yo'qolgunigacha, уже anaqa qilgunigacha, bizga ko'rinmay qolgunigacha kuzatamiz. Chunki nimaga? Chunki uni biz doim ko'rmaymiz. Va biz uchun qiziq, noodatiy. Va xuddi shunaqa blogimizni yuritayotganimizda ham bizni harakat qilishimiz kerakki, Cobalt bo'lib qolmasligiga va aksincha BMW bo'lishki. Ya'ni nimadir bilan bizni boshqacha bo'lishimiz kerakki, odamlar bizani kuzatishi, odamlar bizani ko'rishi, odamlar bizani eshitishi va odamlar bizga qarashi uchun. Buni kiyinish stili bilan qilish mumkin. Buni shug'ullanayotgan mashg'ulot yoki olib chiqayotgan yo'nalish bilan qilish mumkin. Buni gap bilan qilish mumkin. Buni dunyo qarash bilan amalga oshirish mumkin. Yana har xil yo'llari borki, bu narsani qilishga, lekin bu yerdagi asosiy ma'no nimadaki, hamma bilan bir xil bo'lmaslik. O'zimizga ozgina dabro bergan holatda chiqishga harakat qilish bizani Cobalt bo'lib qolmasligimizga, qolganlar bilan bir xil bo'lib qolmasligimizga sababchi bo'ladi. Bizning asosiy maqsadimiz xuddi shunaqa bo'lishi kerakki, nimadir bilan o'sha boshqacharoq bo'lib chiqishga harakat qilishimiz kerak. Shaxsiy stilni qanaqa shakllantirish kerak? Bu yerda bir nechta tavsiyalar bor. Birinchisi maqsadni aniqlashtirish. Ya'ni qaysi sohada brendingizni rivojlantiryapsiz va kim bo'lishni xohlaysiz? Siz chiqayotgan yo'nalish, siz chiqayotgan holat, siz chiqayotgan olib chiqayotgan kontentlar sizning stilingizga mos bo'lgani afzal. Bunga bitta primer aytaman. Yaponiyada bitta Porsche tuning qiladigan aka borlar, ismlari esimdan chiqib qoldi. Aka juda ham mashhur, millionga yaqin podpishchiklari bor va ularda Porsche tuning qilish uchun 1 yildan oshiq o'chirda turishingiz kerak va tuning qilish narxi boshlang'ich $25,000 dan boshlanadi va o'zi kelib bir haftada ishingizni bitirib ketadi va 1 yil o'chirda turishingiz kerak. Ketdi o'tdi, nima yana anaqalar дополнительный uslugalarga olishingizga qarab turib narxi o'zgaraveradi. Endi u odamni shaxsiy stili qanaqa deydigan bo'lsangiz, ko'rsangiz bo'lmishga o'xshatasiz. Birinchi qarashda shunaqaga o'xshatasiz. Sochlari o'sib ketgan, yuzlari kir, kiyimlari doim kir va qo'lida har doim sigaret bo'ladi. Esladingizmi? Qo'lida har doim sigaret bo'ladi va bu uni shaxsiy stili. Agar u hozir toza kiyimda chiqqanida, toza soch bilan chiqqanida, toza holatda chiqqanida bunchalik mashhurlikka erisha olmaslik qolish ehtimoli baland edi. Nimaga? Hamma bilan bir xil bo'lib qolardi. U boshqacha bo'lib chiqyapti va ishini jinnisi ekanligini vizualni ko'rsatib beryapti. Sigaret chakib, Porsche'ga qarab qo'yadi, og'zida sigaret bilan anaqalarini o'sha remontlarini qiladi, boshqa qiladi va buni video qilib joylashadi va shu bilan odamlar aynan shu odamni tanlab, shu odam bilan ishini bitirishiga xohish paydo bo'ladi. Va bu o'zini ishiga kir kiyimi, kir yuzi, o'sgan sochi mos tushadi. Xuddi shunaqa o'zimizning yo'nalishda ham bo'lishi mumkin. Etilu sizniki tikuv bo'ladigan bo'lsa, shlyapalada takoy, italyanskiy sharflarda shunga o'xshash holatda chiqishingiz bu sizni stilist sifatida ishlashi mumkin. Va hammada bu samostoятельный bo'ladi. O'qituvchi bo'lsa, misol ochki bilan chiqishi, tushunasizlar, shunga o'xshagan holatda. Ikkinchisi, noyoblikni topish, ya'ni shaxsiy brendingiz boshqalardan farqlantiruvchi elementlarni aniqlash, auditoriyaga moslashish va bu stil ushlab olgandan keyin bunda iloji boricha davomiy yurish. Har 4 ta kontentda bu sizni stilist o'zgaravermasligi tavsiya qilinadi odamlarni esida qolishi uchun. Keyingi instrument bu xarizma. Ya'ni o'zi xarizma nima deydigan bo'lsa, bu insonni atrofdagilarni o'ziga tortishi, ularga ta'sir o'tkazish va ularni ilhomlantira olish qobiliyatini ifodalaydigan tushuncha. Kim o'zini xarizmasi bor deb o'ylaydi? 1, 2 bolalardan kim yana? Qolganlarda yo'qmi? 3, 4, 5, 6 ko'pchilik o'ziga past baho beradi-da. Savollaringizni o'zgartiramiz.
kim doim yig'ilishlarni organizatsiya qiladi? Kuruvlarni yig'adi, o'rtoqlarni yig'adi. Kim dugonalariga, og'aynilariga motivatsiya beradi? Kim anaqada bo'lib qolsa, o'sha qaysidir kuruvlarga tushib qolsa, gapirganda hammani o'ziga qarata oladi. Mana endi ko'rasizlar, anaqada kim o'zini anaqasi borligini, xarizmasi borligini. O'zi aslida shu narsalar xarizma. Osmondan olib tushirish shart emas. Xarizma lekin shaxsiy brendni rivojlantirayotganda juda ham ahamiyatli va juda ham nima deydi? Qiymati baland bo'lgan instrumentlardan bittasi. Xarizmasi yo'q odam bilan xarizmasi bor odam shaxsiy brendini rivojlantirayotganda katta farq bo'ladi. Xarizmatik odamlar o'zini tanitishi, ommaga chiqishi xarizmasi yo'q odamga nisbatan ancha tez bo'ladi. Lekin bu degani xarizmasi yo'q odam shaxsiy brendini qila olmaydi degani emas. Bu odamlarda ham qilsa bo'ladi. Faqat xarizmasi bor insonlarga nisbatan natijalar qisman kamroq va uzoqroq vaqt oladigan holatda bo'ladi. Endi agar siz o'zingizni xarizmangiz bor deb ko'rayotgan bo'lsangiz va aytaylik hozirgi talablarga, minimal talablarga agar tushayotgan bo'lsa, demak siz shaxsiy brendingizni tanitib, o'zingizni tanitishga kirishadigan holatingizda sizda yaxshi natija bo'lish ehtimoli baland. Qachonki to'g'ri instrumentlar ishlatilsa, to'g'ri harakatlar qilinsa. Endi agar sizda xarizma nisbatan kam deb ko'rayotgan bo'lsangiz, sizda bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimol ozgina kam, lekin bunda ham ustida ishlashingiz mumkin bo'lgan instrumentlar bor. Buni sizlar uchun yig'ib qo'yganman. Mana shu narsalarning ustida agar ishlaydigan bo'lsa, shu xislatlarni o'zimizda yasaydigan bo'lsa, bizda xarizmani ortish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Xarizmatik odamning belgilari o'zi qanaqa deydigan bo'lsak, birinchisi e'tibor berilgan va jozibali ko'rinish. Bunga sog'lom teri, soch, tishlar, tozalik va qanaqadir unutilmas kiyinish uslubi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zimizga e'tibor berishimizni, birinchi o'rindagi prioritetga o'zimizni qo'yishimizni, tashqi ko'rinishimiz, sochimiz, tishimiz, kiyimimizni toza tutishimizni bizani xarizmamizni ko'rsatib beradigan, birinchi ko'rsatib beradigan elementlardan bittasi. Yana bitta narsa borki, xarizmatik bo'lish uchun chiroyli bo'lish kerak degan asos yo'q. Va odatda o'zi xarizmatik odamlar tabiiy chiroyli odamlar bo'lmaydi. Nimaga unaqa deyapman? Men odamlarni xarizmatik odam deb o'ylayman. Chunki doim misol qarindoshlar bilan o'tirish bo'lib qolsa, to'y hasham bo'lsa, ko'chada birga yursa yoki boshqa nimadir holat bo'lsa, hammani o'zi gapga solib, hamma bilan zo'r muloqot qilib, hamma bilan cho'tki gaplashib, hammani kuldirib, misol to'y hashamda hammani u yoqqa bu yoqqa qilib, mikrofonni olib bermasdan gapirib, mana shunaqa anaqa qiladilar va hamma yaxshi ko'radi odamlarni. Lekin odamlar qorachadan kelgan, jaydari, misol g'irt shaharli o'zbeklar. Qorin mamundo, misol, sochlari ham unaqa uzun emas yoki boshqacha emas. Lekin xarizmalar juda ham kuchli. Odamlarni ilhomlantira olinglar va odamlarga energiya bera olinglar. Va bu yoqdan tushunishimiz mumkin bo'lgan misl shuki, chiroyli bo'lish shart emas. Lekin bo'lish kerak bo'lgan instrumentlar bor, o'shalarni yana keyingilarini ham aytib beraman. Keyingisi qanaqadir jihat bilan boshqalardan ajralib turish. Bu tashqi ko'rinish bilan bo'lishi mumkin, o'ziga xos nimadir noodatiy tomoningiz bo'lishi mumkin, biladigan narsalaringiz bo'lishi mumkin, xulq-atvoringiz bo'lishi mumkin, qaysidir shug'ullanadigan mashg'ulotlaringiz bilan bo'lishi mumkin. Undan keyingisi tana tili. Ya'ni gapirayotganda monoton holatda emasda qaysidir o'sha elementlarni qo'shib gapirish. Aytaylik, mana monoton holatini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha Cambridge o'quv markazida mana yig'ilgan ekanmiz. Hammanglar bilan ko'rishib turganimdan xursandman va bugun sizlarga shaxsiy brendni qanaqa qilib rivojlantirish haqida leksiya o'qib beraman. Mana bu monoton holatda edi. Endi bu jarayonda ovoz tonini o'ynatish, ko'z harakatlarini qo'shish, qo'l harakatlarini qo'shish va gapirayotgan holatga, gapirayotgan mavzuga moslashgan holatni adaptatsiya qilib gapirish, bu tana til hisoblanadi. Nimadir narsani ko'rsatib berayotganda buni vizualni ko'rsatish, emotsional narsa haqida gapirayotganda tonni ko'tarish yoki yana emotsional faqat
qayg'uliroq narsa haqida gapirayotganda tonni tushirgan holatda gapirish va shunga o'xshagan holatli kichkina elementlar borki, bu narsalar hammasi birlashadi va bizda tana tilini hosil qiladi va buni ustida ishlashimizni, buni rivojlantirish harakat qilishimizni bizga xarizmani beradigan instrumentlardan bittasi bo'ladi. Keyingisi aktiv va energiyaga to'la bo'lish. Aktiv bo'lish, energiyaga to'la bo'lishga endi bilmayman, aynan qanaqa instrumentlar bor. Bunga shu anaqani ma'ruzani boshida aytganimdek, gormonlarni to'g'ri boshqarish to'g'ri kelishi mumkin. O'zimizni yaxshi his qilishimizni, bundan tashqari men ishlatadigan yana anaqa kofe ichish, misol qora kofe juda ham anaqa qiladi. Ichida kofein bor, odamni yaxshi holatda o'zini his qilishiga yordam beradi, energiyasini oshirishga yordam beradi. Shunga o'xshagan narsalardan foydalanishimiz yoki eng kamida uyquga to'ygan holatda bo'lishimiz ham energiyamiz baland bo'lishiga olib keladi. Keyingisi hazilni qo'shish. Ya'ni gap gapirayotganda qanaqadir orada hazillar aralashtirib, auditoriya bilan yoki ikkinchi tomon bilan yaxshi kontakt o'rnatishga, o'zaro bog'liqlikni anaqa qilishga, shakllantirishga va kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. Iliqlik paydo bo'lishiga yordam beradi, aynan hazilni qo'shish. Keyingisi o'ziga nisbatan ishonchni oshirish. Va bu ham eng asosiylardan bittasi, ya'ni gapirayotgan narsangizga, olib chiqayotgan narsangizga va o'zingizga nisbatan ishonch qanchalik baland bo'ladigan bo'lsa, bu undan tepadagilari o'z-o'zidan shakllanib ketishiga yordam beradi. Lekin tepadagilar ham o'zingizga nisbatan ishonch oshirishga yordam beradigan, umumiy bitta qilib aytganda, hammasi bitta bo'lib jamlashgan holatda bitta insonda xarizmani uje anaqa qiladigan, tashkil qiladigan ingrediyentlar desam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni o'ziga nisbatan ishonch, hazilni qo'shish, tana tili, ajralib turish, nima deydi, e'tibor berilgan tashqi ko'rinishi va hammasi bitta bu birlashganidan kelgan odamda xarizma paydo bo'lishiga, xarizma rivojlanishiga sababchi bo'ladigan omillardan bittasi bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Oramizda necha kishida mana shu anaqa bor? Qo'linglarni ko'tarib, mana shu narsalar bor deb o'ylaysizlar? 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, bo'ldi, ko'p. Zo'r. Eng birinchi o'rinda odam o'ziga nisbatan ishonchi. Qanchalik o'zimizga nisbatan ishonch baland bo'ladigan bo'lsa, shunchalik bizani qilayotgan ishlarimizni o'xshash ehtimoli baland bo'ladi. Mana shu narsani ustida ishlash kerak. Buning uchun nima qilish kerak? O'zimizga nisbatan ishonch oshirish uchun nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysizlar? Eng asosiysi atrof muhitiga va atrofida qanaqa do'stlar borligiga qarasa, shu yaxshi bo'lsa kerak deb. Zo'r. Yana nima deb o'ylaysizlar? Yana kimda nima fikr bor? Assalomu alaykum. O'ziga kerak bo'lgan ishonchni kuchaytirish eng tez, eng yaxshi yo'llari bu regularniy sport bilan shug'ullanish deb o'ylayman. Потому что u shug'ullanganingizda o'ziga bo'lgan ishonch ko'rasiz, rezultatni ko'rasiz, qisqa muddatda ko'ra olasiz. Ham o'z mana shu rezultatlarga ega bo'lganingizni ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonch ham garazi ko'payib ketadi. Zo'r. Kichkina qaysidir muvaffaqiyatlar bilan o'zimizga nisbatan ishonch ortishi boshlaydi. Aytaylik, ingliz tilini yarim yilda o'rganish. Aytaylik, 1 yilda IELTSdan 7 ball olish. Aytaylik, qaysidir kasbni, hunarni o'rganish. Aytaylik, oyiga $1000 tepib pul ishlashni boshlash. Aytaylik, birinchi mashinamizni olish. Aytaylik, yana shunga o'xshash, yana misol qomatimizni to'g'irlash, ozish, chekish tashlash yoki yana shunga o'xshash har xil narsalar borki, odamda o'ziga nisbatan ishonch oshiradigan va kichkina bizda muvaffaqiyatlarni belgilaydigan va qaysidir muvaffaqiyatga chiqishimizga yordam beradigan instrument. Va bular hammasi yig'ilib bizni sportni, aytaylik, ingliz tilini, hunarni, mashinani, uni qilayotganimizda hayotimizda o'zimiz bilmagan holda o'sishga, o'zimiz bilmagan holda qanaqadir yaxshi natijalarga chiqishga yuradigan bitta sharoit bo'ladi. Shu bilan birgalikda o'zimizga nisbatan ishonch, qo'limizdan kelishi mumkin bo'lgan narsalarga potensialimizni va o'zimizga nisbatan hurmat o'zi boshqacha bo'ladi. Tushunyapsizlar? Xuddi shu narsalar bizda o'zimizga nisbatan ishonchni beradi va biz harakat qilishimiz kerakki, buni oshirish uchun hayotimizda va o'zimizda qaysidir bizga o'zimizga berayotgan va'dalarimizdan ustidan chiqishga. Aytaylik, misol, o'yin o'ynashni yig'ishtiraman. Aytaylik, nimadir narsani o'rganaman. Aytaylik, ingliz tilini o'rganaman. Aytaylik, yana mana bu narsani o'rganaman. Hozir men o'zimga challenge qo'yganman. May oyigacha martda oxirigacha ingliz tilini o'rganib bo'lishim kerak. Va bu
men uchun o'zimga nisbatan ishonchni oshirishga yordam beradigan yana bitta instrument. Va shu narsa uchun menga xizmat qiladi va xuddi shunaqa o'zingizlarda bo'lishi kerak. Men ingliz endi o'rganyapman. Agar o'sha sizlar tengi bo'lganimda va shu narsani men tushunganimda zo'r bo'lardi. Endi bizani vaqtda bunaqa qiziqish bo'lmagan, boshqa narsada bo'lgan qiziqish. Endi hozir mana majbur bo'lganda o'rganyapman. Lekin bundan ham o'zimga bitta ishonchni oshirishga yordam beradigan instrument sifatida qarab, deadline qo'yib turib, 3 oyda o'zi ingliz tilini o'rganadigan holatgacha chiqmoqchiman. Ko'ramiz. Bu qanchalik o'xshaydi. Lekin agar o'xshata olsam, o'zimga nisbatan anaqa yana bir marta o'zi oshadigan, o'zimga nisbatan ishonchim yana ham oshadigan holat bo'ladi. Bunda nimaga bunaqa qisqa srok qo'yding desanglar, men armiyada bo'lgan vaqtimda bir haftada mana shunday qalinlikdagi nizom kitobni yodlaganman. Va o'shanda tushunganman, meni miyam butun. Va o'shanda ham bir marta o'zimga nisbatan ishonch ortgan. Va o'sha narsani hozir men yana bitta takrorlayman. So'zlarni va o'sha ichidagi grammatikasini, boshqa narsalarni yana bir marta o'rganaman-da, shu narsani o'zim uchun isbotlayman degan bitta kichkina challenge bor. Va xuddi shunaqa o'zingizlarda ham nimadir narsalar bo'lishi mumkinki, o'zimizga nisbatan ishonchni oshirishga yordam beradigan. Shu narsani ustida ishlashimiz kerak. Xo'p, endi yana bitta keyingi narsa nima? Bu sohaviy elita. O'z umumiy elitizm tushunchasiga, elitizm qarashiga ochib aytaman, qarshiman. Lekin sohaviy elitaga zaman va bu narsani shaxsiy brend rivojlantirayotganda ishlatish instrumentiga men plus bosaman. Elitizm o'zi bu nima? Elitizm bu ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy jihatdan jamiyat yuqori tabaqasiga mansub odamlar yoki guruhlarni boshqaruvi va ustunligi g'oyasi. Ya'ni bu o'sha yuqori tabaqadagi odamlar pastki tabaqadagi odamlarni boshqarishi va ular elita sifatida qaralishi nazarda tutiladi. Men bunga zamasman, lekin sohaviy elitaga zaman. Va bu shaxsiy brendimizni rivojlantirayotganimizda bizani odamlar tan olishiga, bizani tanlashiga, bizani eshitishiga, bizani xizmatimizdan foydalanishiga, bizani kuzatishiga juda ham yaxshi yordam beradigan instrumentlardan bittasi. Etilu sohaviy elitani qanaqa qilib ko'rsatamiz va bunga qanaqa qilib erishamiz deydigan bo'lsak, birinchisi sohadagi top 1% qatoriga kirish. Ya'ni o'zimizni shug'ullanayotgan ishimiz, o'zimizni qilayotgan mashg'ulotimiz, kasbimizdagi top 1% da turadigan odamlarni spiskasiga kirish. Bunga qanaqa kiriladi? Nima deb o'ylaysizlar? Любой sohada top 1% bo'ladi, to'g'rimi? Eng yaxshilari, top 1% degan eng yaxshilar 100% o'sha ishda ishlaydigan odamlar bo'lsa, 1% eng yaxshilari 1% ga kiradi. Endi o'zimizni o'sha ishlayotgan ishimizda, tanlagan kasbimizda, shug'ullanayotgan yo'nalishimizda top 1% qatoriga qanaqa kirsa bo'ladi? Mana savol. Top 1% insonlarni tahlil qilish, analiz qilish menimcha birinchi o'rinda deb o'ylayman. Chunki masalan top 1% kirmoqchi bo'lsa odam inson, o'sha top 1% kirgan insonlarni yaxshilab analiz qilib, masalan u bo'lsin kontent qo'yadigan Instagramda shaxsiy brendingizni masalan siz bo'ladigan bo'lsangiz ham, siz 1% deb men qaraydigan bo'lsam, birinchi o'rinda siz nimalardan foydalanyapsiz, qanaqa kontent qilib, qanaqa yo'nalish qilyapsiz, nimani siz ustuvor qilib qo'yyapsiz, o'zingizga o'shani tahlil qilib turib, o'zimga solishtirib ko'rishim kerak. Masalan, meni sizni qarashingiz menga to'g'ri kelmasligi mumkin-da. O'shaning uchun menimcha eng zo'r yo'li bu birinchi o'rinda kuchli analiz uni o'zida o'sha solishtirib ko'rish, o'shanga qarab top 1% qanaqa kirganligini bilish deb o'ylayman. Zo'r. Bu yerda aytayotgan narsangizga yana bitta qo'shimcha analiz qilish bilan bir qatorda o'sha odamlarning krugiga agar kirsangiz, undan ham zo'r bo'ladi. Yuqadi bu narsa. Lekin bu yerdagi asosiy ma'no nimadaki? Ma'no nima o'zi deydi-chingiz? Ma'no nimadaki? Sohani o'zida zo'r mutaxassis bo'lish, sohani o'zi bilan zo'r mutaxassis bo'lish, etilu programmistsiz zo'r programmist bo'lishingiz o'zi sizni top 1% ga olib kirmaydi. Bu yerdagi bizani top 1% ga olib kiradigan asosiy omil nimadaki? Asosiy omil o'zimizni sohamizni, ishlayotgan ishimizni, yo'nalishimizni atrofidagi yo'nalishlar, atrofidagi znaniyalarni ham bilishimiz. Mana shu narsa bizani top 1% ga olib kiradi. Etilu men odamlarni tanitishni anaqa qilaman. Odamlarni tanitish bilan shug'ullanaman. O'zimdan agar primer qiladigan bo'lsam, odamlarni tanitish bilan shug'ullanaman. Lekin men faqat bu sotsial setlarning algoritmini o'rganishim o'zi
menga anaqani bermaydi. O'sha top 1% natijasini bermaydi. Bu yerda men sotuvni qanaqa qilishni, sotuv psixologiyasini o'rganishim kerak. Aytaylik, odamlar psixologiyasini o'rganishim kerak, ularga ta'sir o'tkazish uchun va bu meni ishimni yaxshiroq qilishimda va mana sotsial setlar algoritmga mos tushgan holda odamlarga psixologik ta'sir o'tkazishimda yordam beradi. Networking o'zimda shakllantirishim kerak. Sport bilan shug'ullanish va sport bo'yicha bilimlarni olishim va bu bilan birgalikda o'zimni yaxshiroq his qilishim, o'zimni yaxshiroq his qilganimdan keyin ishimni yana ham yaxshiroq qilishim, boya aytganimdek garmonlar qanaqa ishlashini o'rganishim va o'tdagi o'rganayotgan narsalarimni ishimda adaptatsiya qilib samaradorlikni yana ham oshirishim. Aytaylik, o'sha networking bo'yicha yana nimadir, bu joyi kelganda iqtisod bo'yicha qanaqadir znaniyani olishga menga ehtiyoj bo'lib qoladi. Shu bozor holati qayerga qarab ketyapti, nima bo'lyapti, kelajakda nima bo'ladi yoki yana boshqa narsalar. Aytaylik, mana hozir ingliz tilini o'rganyapman. Bu aslida bunday olib qaraganda meni sohamda обязательство emas, lekin sohamda kuchliroq bo'lishim, men o'sha yana yangi bilimlarni ola olishim, mirovoy o'sha уровеньga chiqishim uchun bu menga yordam beradigan kerak bo'lgan instrument. Va xuddi shunaqa har bittamizning o'zimizning sohamizning atrofidagi qanaqadir yo'nalishlar bo'ladi. Birinchi o'rinda sohada eng yaxshisi bo'lish, soha bo'yicha kuchli bo'lish, soha bo'yicha yaxshi tajribaga ega bo'lish muhim. Lekin eng zo'ri bo'lish uchun yetarli emas. Chunki qolganlar ham xuddi shu narsani qilayotgan bo'ladi. Eng zo'ri bo'lish va 1% ga kirish uchun sohaning atrofidagi boshqa narsalarni ham o'rganish kerak. Bu o'sha hammada endi individualniy bo'ladi. Bu psixologiya bo'lishi mumkin, bu sotuv bo'yicha skilllar bo'lishi mumkin, bu networking bo'lishi mumkin, bu tana tili bo'lishi mumkin, bu odatlarni shakllantirish bo'lishi mumkin, bu garmonlar bilan ishlash bo'lishi mumkin, bu sport bo'lishi mumkin, bu uyqu bo'lishi mumkin, itagdali. Xuddi shu narsalarni hammasini o'rganib, o'zimizning ishimizga adaptatsiya qilar ekanmiz. Ishimizda o'sha odamlar yeta olmaydigan, odamlar tan oladigan, har taraflama bizani kuchli deb o'sha biladigan va eshitib hurmat qiladigan va bizga ko'p pul to'lashga tayyor bo'ladigan holatgacha chiqishimiz mumkin va shu narsalarni qilish orqali biz top 1% ga kira olamiz deb o'ylayman. Albatta bu shaxsiy fikrim. Keyingisi qimmat va zamonaviy o'ziga xos ko'rinish bizga elitani beradi, mijozning navbatini yaratish, mashhur hamkasblar davrasiga qo'shilish va mashhur va kuchli ustoz topib, ular bilan birga yurishimizni ko'rsatish. Endi Xudo xolasa bizni sizlar shaxsiy brendinglarni qilayotganingizda xuddi shu uchburchak asosida ishlashimizni bizani shaxsiy brendimizni yaxshi qurilishida, effektiv bo'lishida xizmat qiladi. Ya'ni bizda kimlar kerak shaxsiy brendimni qurishim uchun va qanaqa odamlar bilan men bu ishni yaxshiroq qila olaman degan savol bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda kuchli ekspert. Ya'ni o'zingiz prioritetda. O'zingiz zo'r mutaxassis bo'lganingizdan keyin, o'zingizni har tomonlama o'zi kuchaytiradigan, har tomonlama o'zi skilllaringizni oshiradigan holatda yaxshi specialist darajasiga olib chiqqaningizdan keyin shaxsiy brend qilish tavsiya qilaman. Chiqdingiz, o'zi mutaxassis sifatida ko'rsatayotganingiz, yaxshi mutaxassis bo'ldingiz, undan keyingi sizga kerak bo'ladigan chast bu kuchli texnik qism. Ya'ni sizni ommaga siz xohlayotgan kontentlar bilan olib chiqib beradigan, sizni g'oyangizni realizatsiya qilib beradigan, g'oyani hayotga tatbiq qilib beradigan videomakerlar desa buni to'g'riroq bo'ladi. Videograf, fotograf itagdali. Ya'ni sizni chiqayotgan holatingizni ommaga ko'rsatib beradigan, ijtimoiy tarmoqlarda, aytaylik, televideniyada va boshqa joylarda sizni PR-ingizni qilib beradigan odamlar va uchinchisi o'zi kuchli prodyuser. Aynan shu PR-ni qanaqa strategiya asosida tashkillashtiraman, qanaqa ketma-ketlik bo'yicha ko'rsataman, qanaqa ketma-ketlik bo'yicha qayerda olib chiqaman, YouTube'da qanaqa ishlayman, Instagramda qanaqa ishlayman, Telegramda qanaqa ishlayman, televideniyada qanaqa ishlayman, aytaylik, podkastlarda qanaqa kontent qilinadi, jurnallarda qanaqa chiqish qilinadi va shunga o'xshagan narsani hammasini PR-ni strategiyasini ustida ishlaydigan va shu narsani tashkillashtiradigan specialist. Bular biz aynan shunaqa ish bilan shug'ullanamiz. Aynan meni mutaxassisligim xuddi shunaqa. Ya'ni prodyuserlik bo'ladi, bitta odamni chiqayotgan odamni tanitish uchun nimalar qilish kerak bo'lsa, o'sha narsalarni amalga oshirish rejasini tuzadigan insonman. Va bizga o'xshagan bitta odam va texnik chast va o'zingiz. Shu 3 kishi bilan ishingiz bitadi. O'rtacha holatda aytganda. Endi buning ichida yana qanaqadir qo'shimcha bu odam o'zining jamoasi, texnik chast o'zining jamoasi, siz o'zingiz jamoangiz ichiga kirib ketishi mumkin. Tushundinglar?
Endi shaxsiy brendni rivojlantirayotganda takrorlanadigan xatolar bor. Bular qaysilar? Ertaga bu deyarli hamma o'zini tanitish bilan shug'ullanayotgan odamlarni boshdan o'tadigan, boshiga tushadigan xatolardan bittasi va deyarli hammada bo'lgan, meni o'zimda ham ko'pi bo'lgan. Birinchisi o'sish tempi. Ya'ni doimiy yulduz bo'lib qolaman deb o'ylash. O'zimizni tanitish boshlagandan keyin aytaylik, boshida o'zimizni kuchli tomonimizni, shaxsiy stilimizni, ajralib turadigan joyimizni topganimizdan keyin o'sish tez bo'ladi. Ko'pincha holatda o'sish tez bo'ladi. Qaysidir yarim yil, 1 yil aktualniy bo'lasiz. Odamlar sizni ko'radi, eshitadi, kuzatadi, yaxshi ko'radi, qanaqadir взаимодействие beradi. Lekin bu doimiy bo'lmaydi. Qachondir bu narsa to'xtaydi. Bu o'sha holatda odam yulduzlik kasalligiga uchrab qolishi va men bo'ldi, undan bu yog'iga zvezdaman degan fikr kelib qolish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. O'sha holatda odam o'zini bosib olishi, bu vechniy davom etmasligi va bu hozir bitta o'sish tempi kelgani va bu qachondir tushishini his qilish kerak. Bu vechniy bo'lmasligini his qilgan holatda hamma harakatlarni qilish kerak va bu tushgan holatida o'sha tushganini tan ola bilish kerak. Qachonki tan ola bilsa, unda yana o'sish ehtimoli bo'ladi. Qachonki tan olmaganda u battar botqonligiga botib ketaveradigan holat bo'ladi. Ikkinchisi shaxsiy hayot, mutaxassislikdan ko'ra ko'proq mediaga fokus qaratish. Ya'ni o'zimizga, ishimizga nisbatan mana shu sotsial setlarga, mediaga fokusimizni ko'proq ketib qolib, mana shu bilan uje anaqa bo'lib qolishimiz. Band bo'lib qolishimiz. Qachonki o'zimizga fokus tushadi, ishimizga fokus tushadi, uzoq muddatda bizani mediadagi faoliyatimiz ham tushadi. Nimaga? Chunki mutaxassisligimiz bo'yicha ishlash to'xtatib qo'yamiz, o'zimizga e'tibor berish, o'zimizni rivojlantirish to'xtatib qo'yamiz va buning natijasi uzoq muddatda mediada ko'rinadi. Va buni naborot qiladigan bo'lsa, ayni muddao bo'ladi. Birinchi o'rinda prioritetga o'zimizni, ishimizni, mutaxassisligimizni agar qo'ygan holatda va xuddi shu narsalarni mediada ko'rsatishga agar harakat qiladigan bo'lsak, mana shunda bor narsani tez olib chiqib ketish va odamni tan olish ehtimoli ancha baland bo'ladi. Keyingisi g'oya kelishi bilan bir vaqt o'zida bir nechta anaqalarni, loyihalarni ishga tushirib yuborish. Bu ko'pincha shaxsiy brendini qilgan odamlarda bo'ladi. O'ziga yarasha auditoriya tanigandan keyin, o'ziga yarasha odamlar eshitishi, kuzatishi, obuna bo'lib, anaqa qilishi boshlagandan keyin bir nechta bizneslar patur ochib tashaladi va bu hammasida fokus yo'qolishiga, ko'pida ish yaxshi ketmasligiga va fokus yetishmagan holatda o'sha ishlar bankrot bo'lishiga olib keladi. Tavsiya, ertaga shaxsiy brend qilish boshlaganingizdan keyin, o'ziga yarasha auditoriyasini kuzatish, eshitish boshlagandan keyin ko'p ishga shoshilib ketmaslik va hamma narsaga bittada o'zi kirishib ketmaslik. Keyingisi ishlar ko'payganda blokka fokus kamayib ketishi yoki umuman vaqt ajrata olmaslik. Bu ham bitta kamchilik. Shaxsiy brend qilgandan keyin odatda o'sha odamning xizmatiga, mahsulotiga anaqa ko'payadi, ehtiyoj ko'payadi va ehtiyoj ko'payganda ish ko'payib ketgandan keyin blokka fokus qilmay qo'yiladi. Blok shunaqa narsaki, bitta boshlagandan keyin doimiy u bilan zanimatsiya qilish kerak. Doimiy unga kontent qo'yib turish kerak. Qachonki uni to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, 7-2 haftaga, 1 oyga to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, xuddiki yana boshidan noldan kontent qilishni boshlaganda statistikani ko'tarish kerak bo'ladi. Va statistika tushib ketib qolgan holatda yana uni tiriltirish ancha qiyin bo'ladi. O'shaning uchun bitta boshlagandan keyin u bilan doimiy shug'ullanib turilsa, bu yerda natija ancha yaxshi bo'ladi. Keyingisi faqat prosmotrlar uchun ishlash, ya'ni prosmotr bo'lish kerak deb yemagan temani qurish, undan keyingisi uje hype'larga aralashib qolish va kontentlarga chin yurakdan kirishmaslik. Ya'ni addushi gapirmaslik, qanaqadir ssenariylar, qaysidir uje qolipdan chiqmagan holatda kontentga anaqa qilish, kirishib fokus berish. Tushundinglarmi? Zo'r. Bana endi hozir anaqani tushuntirib bermoqchiman. O'zi sotsial setda algoritmi qanaqa ishlashini tushuntirib bermoqchiman. Iloji bo'lsa, doskamiz bormi aka? Bitta doska bering. Nima deb o'ylaysizlar? Instagramni algoritmi qanaqa ishlaydi va
nima asosga ko'ra siz bilan bizning videolarimizni rekka chiqarib, millionlab prosmotrlarga olib beradi? Fikrim bo'yicha Instagram точный algoritm bilmayman, lekin o'zi ko'p ko'rishlarga, ko'p prosmotrlarga erishishi bitta sababi menimcha bu odam o'zi bo'lishi deb o'ylayman. Men samimiyligi deb o'ylayman. Samimiylik deganda odam qanday bo'lsa, o'zini shunday ko'rsatishi deb o'ylayman. Masalan, bo'lishi mumkin hozir Instagramda ko'payib ketganlar o'zidagi narsani ko'rsatmasdan o'zida bo'lmagan narsani ko'rsatib turib, o'shandan ko'tarilishi, bu narsa keyinchalik odamlar auditoriya undan chiqib ketishligi, uni auditoriya tanib qolsa, u auditoriyalar keyin unga qiziqmay qolishi bor. O'shaning uchun meni fikrim bo'yicha ko'p ko'rishlarga erishish siri bu samimiylik, o'zi qanday bo'lsa, o'zini shunday ko'rsatish deb o'ylayman. Fikringizga 100% qo'shilaman, lekin bu videoni ko'p prosmotr yig'ishiga umuman aloqasi yo'q. To'g'ri aytasiz, odam o'zi bo'lishi kerak, o'zi chiqishi kerak, lekin Instagram buni tushunmaydi. Misol, o'zi chiqyaptimi, o'zi chiqmayaptimi? Agar Instagram buni tushunganida, misol, PR qilib chiqayotgan odamlarni yoki 18+ kontent qilayotgan odamlarni umuman anaqa qilmaydigan, продвигать qilmaydigan holat bo'lardi. Instagramga umuman farqi yo'q, u o'zi chiqyapti, o'zi chiqmayapti. O'tiga o'sha algoritmga tushadigan qoidalar borki, kim o'shanga tushsa bo'ldi. Любой odamni videosini ko'p ko'rsataveradi. U mashinikmi, rostgo'y odam, umuman qizig'i yo'q Instagramga. Birinchi bo'lib Instagram nastroykasini to'g'irlash kerak. Boshida men endi ko'tarilishim kerak deb haftasiga uzog'i mashhurlikda 3-4 ta post joylash kerak. Storylarni ham unchalik ko'p emas, normal holatda qilish kerak. Chunki men ko'rib qolgandim, o'sha YouTube'da qiziqib ko'rganimda shunaqa deyishgandi. Instagramda ko'p qo'yib mashhurlikka erishmas, kamroq qo'yib o'zini ya'ni kundaligi bo'ladi. Kunda nechta post qo'yish kerak, nechta story qo'yish kerak. O'shanga qarab qo'ysa, o'shanga qarab harakat qilsa, o'shandagina rekka chiqadi. Siz kuniga 10 ta post qo'ymaysizmi? Instagram nastroykasi to'g'rilanmasa va u postlaringiz umuman rekka chiqmaydi. O'zingiz ham to'g'ri qiz bola chiqib qolishi mumkin, lekin o'g'il bolaniki chiqmaydi. Bu yoqdagi asosiy faktor unda emas. Asosiy ishlaydigan 4 ta 5 ta o'zi hammamiz foydalanadigan, hammamiz ko'rgan o'zi instrumentlar bor. Aynan o'shalarni tushuntirib bermoqchiman. Bularga u kirmaydi. Menimcha aktual mavzularda gapirsa, qisqaligiga qarab men bo'lishi mumkin. Aha. Taxminiy. Misol uchun jamiyat qiynayotgan masalalar bo'lsa, aynan shunaqa holatlarda aktual mavzularda, ya'ni jamiyat qiynayotgan masalalar haqida gapirib chiqilsa, ko'pgina insonlarga tegishli holda u repostlar ko'proq bo'ladi. Instagram qayerdan biladi O'zbekistonda nima aktual bo'layotganini? Endi biz misol uchun xalqimiz biladi-ku. Ya'ni xalqqa qaysi kontent ma'qul bo'layotgan bo'lsa, repostlar soni ko'proq bo'laveradi demoqchiman. Algoritmga unaqa narsa kiritilmagan-da, xalqqa nima hozir aktual bo'layotgan bo'lsa, o'shani olib chiqqin degan narsa kiritilmagan. Endi taxmin. Taxmin. Lekin unaqa emas. Aha. Boshidagi 5 sekundlik videoni o'sha qiziqroq joyiga qo'yilsa, o'shanda hook balandroq chiqadi. Bu ikkilamchi bu ham birlamchi emas. Instagram o'zida hookchi bitta terminda. Undan bu algoritmga tushish uchun foydalaniladi. Algoritm o'zini ichida hook degan narsa yo'q. Gacharoq bir kontent o'ylab topish kerak-da va hammaga o'sha manfaatli bo'lish kerak. Misol uchun odamning o'ziga tez diqqatini tortadigan va hali hech kim masalan bunaqa kontent qilib ko'rmagan, shunaqa bitta kontent yaratish kerak deb o'ylayman. Zo'r. Keyin target ham yoqish kerak deb o'ylayman. Target. Gap target haqida emas, Instagram o'zi bizani anaqa qilishida, продвижение qilishida ketyapti. Aytib beraveraymi? Lab bering. Faqat buni qaranglar, tashqariga chiqib kimgadir aytib sotishligi yo'q, xo'pmi? Assalomu alaykum. Men o'zim dasturchiman. Instagramim oddiy dastur. O'ylaymanki, Instagramda qarasang, unda taglar bor, har xilcha. Keyin odamlar qaysi tagga ko'proq like bosyapti. Biz qo'yayotgan video qaysi tag bilan qo'yilyapti. Videolar asosan taglarga qarab kategoriyaga bo'linadi va qaysi odamlar qaysi kategoriyaga ko'proq qiziqsa, o'sha kategoriyaga mas'ul bo'lgan videolar ularga ko'proq chiqadi. Keyin agar Instagramda bormi bilmadim, sizda faces bo'ladi. Agar facesga odamlar ko'proq like bosayotgan bo'lsa, Instagram shu facesni eslab qoladi-da, odamlarning rekiga shu facesni ko'proq chiqarishi mumkin. Asosiy narsalar aniq bo'lgan faktorlarga bog'liq, ya'ni rekka chiqish uchun taglar yoki qanaqadir bioga yoziladigan narsalar, shularga qarab menimcha video rekka chiqishi mumkin.
To'ppa-to'g'ri. Aniq bo'lgan faktorlarga bog'liq 100% qo'shilaman, lekin tegligi aloqasi yo'q. Chunki men hech qaysi videomda teg qo'ymayman va men ko'rayotgan hamma videoda rekda yurgan videolarning hammasida ham anaqa yo'q. Tegli qo'yilmagan va bu naborot auditoriyani cheklab qo'yishiga anaqa qilib qo'yadi, xizmat qilib qo'yadi. Iloji boricha ko'proq rashiretsiya qilishi, o'zi kerakli auditoriyani o'zi topib borishi uchun umuman tek qo'ymasdan shuni bozorga chiqarib olganingiz effektivroq ishlaydi. Lekin bu yerda aniq ishlaydigan anaqalar bor, algoritmlar borki, bu narsani bizning videomizdan rekka chiqishiga yordam beradi. Bular 5 ta. Birinchi qaranglar. Va bu 5 tadan birinchi ikkitaligi bizaga 70-75% natijani beradi. Ya'ni rekka chiqishida, video ko'p ko'rilishida. Qolgan 3, 4 va 5-inchisi bizaga 30% natijani berish uchun xizmat qiladi. 25-30% natijani berish uchun xizmat qiladi. Qaranglar. Videoni ko'p ko'rilishidagi eng asosiy tegidagi asosi nima? Bu istalgan tilda, istalgan kontentda qiz bola, o'g'il bola umuman hech hammasida bir xil ishlaydi. Qachonki mashinga tushadigan bo'lsa, bo'ldi, o'sha video rekda bo'ladi. Bu video oxirigacha ko'rilishi. Ya'ni qo'yilayotgan kontent oxirigacha ko'rilishi, iloji bo'lsa qayta ko'rilishi. Mana shu faktor bilan bizning videomizni Instagram rekka otadi, ko'p prosmotrlarga chiqaradi, millionlab ko'rishlarga chiqaradi. Va bu jarayonda boya aytilganidek, video qanchalik qisqa bo'lsa, shunchalik u videoni odamlar oxirigacha ko'rib qo'yishi oson bo'ladi. Videoni boshligi hook qanchalik zo'r bo'lsa, 3-5 sekundlikda odamlarni ushab qolib, o'sha narsaga agar olib keladigan bo'lsa, ya'ni odamlar ushab qoladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rish ehtimoli baland bo'ladi. Chiroyliroq fonda kontent qiladigan bo'lsa, akkuratliroq va o'sha sifatli kontent qiladigan bo'lsa, odamlar u videoda qolishi osonlashadi va qolish ehtimoli baland bo'ladi. Itakdalik bunga o'xshash yana yuzlab instrumentlar bor, aynan odamni videoda ushab qolish uchun. Va odamlar videoni oxirigacha ko'rayotganini o'lchaydigan algoritmlar, o'lchaydigan statistikalar bor va shunga tushgan holatdagi любой kontent rekka chiqaveradi. O'shaning uchun hype'lar, PR'lar, emotsional kontentlar doim to'pda bo'ladi va odamlar u narsani ko'p ko'radi. Endi nimaga degan savol bor. Menga shu narsa anaqa bo'lgan, qiziq bo'lgan. Nimaga? Aynan shu algoritm bo'yicha ishlaydi. Bu faqat Instagramda emas, TikTokda ham xuddi shunaqa ishlaydi, YouTube'da ham xuddi shunaqa ishlaydi. Qachonki videomiz oxirigacha ko'rilsa, YouTube'da ko'rilayotgan videolar ko'p ko'rilsa, Instagramda ham shunga o'xshash, qanchalik odamlar oxirigacha va qayta ko'radigan bo'lsa, video ko'p ko'rilaveradi, rekka chiqaveradi. Nimaga degan savol menda anaqa bo'lgan, tug'ilgan. Bu o'rganib chiqqanimda tushundimki, har bitta platforma o'zini platformasini qiziq bo'lishini, odamlar u platformada ko'proq qolishini, ko'proq vaqt o'tkazishini xohlaydi. Endi qachonki biz YouTube'da yoki Instagramda yoki TikTokda yoki Facebookda qancha ko'p vaqtimizni o'tkazsak, ular bizga shunchalik ko'p reklama ko'rsatadi. Biz qanchalik ko'p reklama ko'rsak, u platformalar shunchalik ko'p pul topadi, to'g'rimi? Endi odamlarni o'zini platformasida ushab qolish uchun nima qilish kerak? Odamlarni o'sha platformada ko'proq vaqt o'tkazish uchun nima qilish kerak? Bu odamlarga, ya'ni bizga qiziq bo'ladigan, bizani o'zida ushab qola oladigan, bizga qiziq bo'layotgan kontentlarni ko'rsatish kerak. Bizga qiziq bo'layotgan kontentlar nima bilan o'lchaydi? O'sha videoni odamlar siz bilan men ko'rayotgan videomizdan oxirigacha ko'rayotganimiz va qayta ko'rayotganimiz bilan o'lchab bizga o'shanaqa videolarni ko'proq ko'rsatish boshlaydi. Agar odamlar videoni ko'rmasdan o'tkazib yuborayotgan bo'lsa, bu video unchalik qiziq emas, odamlar buni ko'rmayapti, ko'rsatmaymiz. Agar odamlar videoni oxirigacha ko'rib, o'sha videoni qayta ko'rayotgan bo'lsa, demak bu video yaxshi video bo'lgan va buni ko'proq ko'rsatish kerak degan asosga ko'ra ishlaydi. Va bizani kontent qilishimizdagi birinchi o'rindagi maqsadimiz nima bo'lishi kerakki, odamlarni videoda ushab qolish, oxirigacha ko'rishga undash. O'shaning uchun narxini oxirida aytaman, oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz va shunga o'xshagan kontentlar ko'p chiqadi agar sezgan bo'lsangiz. Bu yerga hamma harakat imенно mashina ustiga quriladi. Ikkinchi o'rinda nima deb o'ylaysizlar? Mana qisman tushundik, algoritmlar aynan nima haqida ko'proq gap ketayotganini. Ikkinchi o'rinda nima? Aynan shu bizani topga olib chiqadigan, shu 75% bizga 70-75% natijani berishda xizmat qiladigan, ikkinchi o'rinda ishlaydigan asos nima deb o'ylaysizlar?
kommentariy emas, ikkinchi o'rinda kommentariy emas. Bor buni ichida ikkinchi o'rinda emas. Хорошийda ham emas. Like ham emas. Padlitsa qilinishi, ya'ni share bo'lishi, video virusli bo'lishi. Mana shu bizda ikkinchi o'rinda ishlaydigan instrument. Statistikani yaqinda ko'rdim. 2023-yil yanvar oyidagi statistikasiga ko'ra, Instagramdan O'zbekistonda aktiv foydalanayotgan odamlarning soni 4.200.000 mingtadan oshuvron tashkil qilgan. 2023-yil yanvar fevral oyidagi statistikaga ko'ra va bu 2024-yil fevral oyidagi statistikaga ko'ra necha mingtaga chiqdi deb, necha milliontaga chiqdi deb o'ylaysizlar? Yo'q, sur ketaverdi. 9 millionga yaqin, 8 million 700 ta. Va bir yilda deyarli bir baravar ko'paygan. Hozir 2025, bilmayman hozir aniq nechta, hali yangi statistika chiqmadi. 2024-yil fevral oyidagi statistikasiga ko'ra, o'bshi 2023-yilgacha 4 million 200 ta odam kirgan. Yana bir yilda shunchadan oshiq odam yana qo'shilib qoldi. Nimani hisobiga? Aynan mana shu funksiyani juda ham aktiv qo'llab-quvvatlaganini hisobiga. O'zingizlar ham sezgan bo'lsangiz kerak, oldin o'sha qarindoshlik gruppasidagi faqat Telegram kanallardan nimadir narsalar juma muborak yoki energetik ichmagin degan videoni tashlashardi. Hozir Instagramdan link tashlashyapti. To'g'ri, hammada shunaqa bo'lyapti-yu. Instagramdan link tashlashyapti-da, keyin o'sha yerdan videoni olib ko'ryapmiz yoki bir narsa qolamiz. Uje anaqa adala, xolala, amaqli, anaqa Instagram kirishni boshlashyapti. Bu o'zi yaqqol misol o'tdagi auditoriya ishtirokilashgan. Nimaga? Share oldin bo'lganida, kim eslasa, Instagramdan nimadir link yuboradigan bo'lsa, primoy приложениyaning o'ziga o'tardi, Telegramdan tashalganda. Hozir sezgan bo'lsangiz, brauzerga tushyapti. Brauzerga tushgandan keyin sizda u приложение bo'lsa ham, anaqa sketchatib qolgan, deyapti-da, App Store'ga yoki Play Marketga otyapti. Va xuddi shu bilan bizdagi Instagramda yangi foydalanuvchilarni olib kirishga, Instagramda yo'q odamlarni bu yoqqa relokatsiya qilishga, Instagram yo'q odamlarni ham Instagramga olib kirishga yordam beradigan anaqa bot, imkoniyat bot. Va shu narsani hisobiga buni juda aktiv qo'llab-quvvatlayapti va keyingi 2-3 yillikda menimcha bu hozirgi holatda, hozirgi darajada aktualni bo'ladi. Kim videosini share etsa qiladigan, virusli kontent tayyorlaydigan bo'lsa, tayyorlay oladigan bo'lsa, o'sha odam videosi ko'p ko'rilaveradi. O'sha odam videosi topga chiqaveradi. Chunki buni aynan hozir Instagram juda ham zo'r qo'llab-quvvatlayapti. Qaranglar, bunga primerlik ko'p. Nimaga doim anaqalar sinfdoshlik temasi aktual bo'ladi? Nimaga doim qarindoshlik temasi aktualni bo'ladi? Nimaga er-xotin, sevishganlar, qiyomatli do'st temasi doim aktual bo'ladi? Chunki uni odamlar bir-biriga yuboradi. O'shaning uchun odamlar bir-biriga yuborsin deb mana shunaqa temada kontent quraveradi. Va o'zimizning sohamizga, mutaxassisligimizga, kontentimizga bog'lab turib, odamlar bir-biriga yuboradigan kontentlarni agar qiladigan bo'lsak, bizning videomizni ko'p bo'laveradi. 3, 4, 5 sirazi aytib ketaman. 3-chi o'rinda bizda like turadi. 4-chi o'rinda anaqa turadi. Kommentariy turadi. Ctrl Z ni bosmoqchiman, to'g'ri yozib qo'ygan. Kommentariy turadi. 5-chi o'rinda сохранённый turadi. Ko'pchilik o'ylaydi, like hozir ishlamayapti, unaqa aktualni emas. Kechirib qo'yasiz. Juda ham aktualni va juda zo'r ishlayapti. Qanchalik videomizda likelarning soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunchalik u videomizni ommalashadi. 4-chi o'rinda kommentariy. Kommentariyada bambi kimdir poddershka qilish uchun anaqalar tashiydi-ku, o'rtoqlarimizda tashiydi. Komment yozib bor u yoq bu yoqda man reaksiya qoldirib qo'yamiz yoki nimadirlar yozib qo'yamiz. Umuman anaqasi yo'q uni. Umuman kuchi yo'q. Qachonki kommentariy yordam beradi, qachonki kommentariyada обсуждение bo'layotgan bo'lsa, ya'ni nimadir narsa muhokama qilinayotgan bo'lsa, odamlar o'zini fikrini aytayotgan, qanaqadir uzun gaplar, qaysidir fikrlar, munosabatlar agar bo'lsa, o'sha videolar aktuallashadi. Nimaga? Chunki videoni agar ko'rayotganini bilsanglar, kommentariy o'qiyotganda bilsanglar, orqada video aylanib turadi. Kim sezgan? Ovoz yo'q qolib ketsa bitta gap qaytaraveradi-ku.
Xuddi shunaqa holat bo'ladi. Aynan kommentariyani o'qit. Bu nimaga olib keladi? Videoni oxirigacha ko'rilishga olib kelib qo'yadi. O'shaning uchun bu narsa yordam beradi. Qanchalik muhokamaga boy bo'ladigan, qanchalik odamlar obsujdatsiya qiladigan kontentlar bo'lsa, shunchalik bu ommalashaveradi va saqlab qo'yilishi ham bizani videomizni rekka chiqishiga xizmat qiladigan instrumentlardan bittasi. Mana endi algoritm umumiy qanaqa ishlashini bilib oldinglar, tushunib oldinglar. Endi xuddi shu asosga tushadigan holatda kontent qiladigan bo'lsak, videomizni qisqaroq, tushunarliroq, odamlar tarqatadigan, like bosadigan, kommentariy yozadigan, saqlab qo'yadigan kontent qiladigan bo'lsa, bo'l bizani video rekda bo'laveradi. Tushundinglarmi? Zo'r. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan, tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsalarim shu. Savollar bo'lsa, bersanglar savol-javob qilamiz. Savollar bormi o'zi? Adashmasam sizda akangiz bor edilar, dasturchilik edilar. Yashirin dasturchi degan Instagramda kanallari bor edi. Yo'q bo'lib ketdilar. Nima sababdan yo'q bo'lib ketdilar? Shaxsiy masalalar bo'ldi, o'zlarini hayotlarida ozgina uchish chiqishlar bo'ldi. Shuni hisobiga keyin bir qolib ketdi-da, o'sha narsalardan o'tganlaridan keyin hafsalalari bo'lmadi yana qilishga. Birinchi sinov bo'ldi, o'sha bilan to'xtadi ishlari, ya'ni shu kontent qilishlari to'xtadi. Shu bilan keyin qaytib boshlamadim. Men o'zim hozir shaxsiy brendni yuritib o'shani qilish maqsad qilganman. Meni savolim shundaki, hozir men O'zbekistonda emas, chet ellik masalan ingliz masalan boshqa davlatlardagi shaxsiy brendini, chisti shaxsiy brendini yuritayotgan odamlardan ideya olib, chunki men mana shu podkastlarda eshitgan edim, Shahadonning podkastlarida eshitgan edim. Agar sizni ko'chirish, ideya olib boshqalardan shu ko'chirib turib o'zingiz o'shani qilishlik sizni harakatga undab, o'zingizni stilingizni yaratishga sababchi bo'lsa, u ko'chirish yaxshi deb aytgan edilar. O'shanga meni savolim, o'sha boshqa kengroq auditoriya, o'sha jahon auditoriyasidagi boshqa ingliz bo'ladimi, boshqa tillarda kontent qiladigan shaxsiy brend ustalarini ulardan ideya olib, ularning kontentlarini masalan o'zim o'zbekchaga o'girib turib, uni tahlil qilib, to'g'ri bo'lganini o'zim shuni o'zbekcha variantida qilib turib chiqazib, shaxsiy brend qilishim qanchalik to'g'ri nima deb o'ylaysiz? Boshqalardan olib turib, ko'chirib, ideya olib turib qilishi, keyinchalik o'zimning stilimni yaratgunimgacha o'sha qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Qarang. Boshqa odam gapini gapirib berishingiz to'g'ri deb o'ylamayman. Lekin kontentni rubrikasi, kontentdagi chiqish stili, kontentdagi qo'shayotgan narsalarni olishingizga okey deyman. Chunki biz o'zimiz ham xuddi shunga o'xshagan narsalarni qilamiz. Chet eldagi bo'layotgan, o'zimizga yoqadigan blogerlardan qaysidir joylarini olamiz. Faqat bu yerda anaqa qilmaymiz. Shundoq birga bir kopiya qilinmaydi. Bu yerda kreativ g'oya formulasini ishlatamiz. Buni bizga 2020-yilda o'rgatishgan edi. Kreativ g'oya formulasi qanaqa? Aytaylik, mana bu bitta zo'r kontentni ko'rdingiz. Aytaylik, amerikanskiy blogerda zo'r ranglar bilan ham, anaqa subtitrlari bilan ham, muzikalari bilan ham, o'zini tutishi, chiqishi bilan ham zo'r sizga yoqdi. Bu bitta anaqa kontentingiz va yana bitta xuddi shunaqa kontent zo'r sizga yoqdi, faqat u уже rossiyskiy blogerda chiqishi, boshqasi temalari olib chiqayotgan, rubrikalari boshqa bu narsalar yoqdi, bunisi ham yoqdi. Endi sizniki qaysinisi bo'ladi? Mana bu joydagi o'rtadagi sizniki bo'ladi. Bundan bir singil olasiz, qanaqadir yoqqan joyini, aytaylik, rakurs qo'yishini, o'zini tutib chiqishi haqidagi joylarni bundan bir singil olasiz va aytaylik, rossiyskiy blogerdan undan ham bir singilni olasiz va bu yoqqa o'zingiznikini qo'shasiz. O'zingizni уже anaqangizni, stilingizni, o'zingizni chiqishingizni, o'zingizni noodatiy tomoningizni qo'shasiz va mana shu yerdagi bitta o'zingizni alohida уже tomoningiz chiqishni boshlaydi. Alohida o'zingizni уже g'oyangiz, alohida o'zingizni уже kontentingiz, alohida siz уже bo'lishni boshlaysiz. Masalan, aytmoqchisizki, masalan, o'sha shaxsiy brendni yuritish bo'yicha amerikanskiy blogerlar masalan aytgan gapi, demak, sizni friz bo'yicha o'shani o'girib turib, xuddi o'shani aytib chiqishlik to'g'ri emas, nima? Xuddi o'shani aytib chiqishlik 100% to'g'ri deb o'ylamayman. 100%. Chunki u odam o'sha darajaga yetguncha, o'sha holatga chiqqungacha o'rgangan narsasi va o'zini dunyoqarashidan kelib chiqqan holatda shu narsaga asoslari bor, aynan nimaga shu narsa haqida gapirayotganiga, aynan nimaga shu narsani tushuntirib berayotganiga. Aytaylik, o'sha garmon haqida gapirayotgan bo'lsa, u haqida bitta kitob o'qib chiqib va undan 1 minutlik qaysidir joyini aytayotgan bo'lishi mumkin. 1 minutda o'sha kitobdan qaysidir xulosasini aytayotgan bo'lishi mumkin. Ertaga sizdan o'sha mavzu haqida o'sha gap ketganda, o'sha mavzu ochilib qolganda, xuddi shu
kontentga siz javob bera olmay qolish ehtimolingiz bor. Nimaga degan savolga javob sizda bo'lmay qolish ehtimoli bor. Bu bilan o'sha chiqayotgan odam o'zingiz emas, ana odamning kopiyasi bo'lib qolgan va ikki xil odam paydo bo'lib qolish ehtimoli baland bo'ladi. O'shaning uchun juda ham oqlayman deb o'ylayman. Ya'ni mana shu shaxsiy brend yaratishda bu narsalarga qanaqa qiziqishmi yoki kimdandir bilib kirib kelganmisiz? Ya'ni o'zi bo'ladi-yu, qanaqadir sabab bo'lib qoladi o'sha. Ha. Bizni 2019-yilda YouTube'ga video qilganman men. YouTube'ga video qilishni boshlaganman. Birinchi u vaqtiga meni birinchi o'z xohishim nima bo'lgan, bu narsani, mana shu platformalarni qanaqa ishlashini o'rganib, buni usulga ko'rinishiga o'tkazib sotish bo'lgan. Birinchi YouTube'dan boshlaganman, keyin TikTokda kontent qilib ko'rganman, keyin Instagramda kontent qilib ko'rganman va hammasini o'rgan bo'lishim bilan sotishni boshlaganman. Birinchi YouTube sotganman, keyin TikTok sotganman, keyin mana hozir Instagramni ham sotyapmiz, Telegramni ham sotyapmiz. Mana shu odamlarni anaqa qilishi, qanaqa algoritmni qanaqa ishlashini, nima kontent qilish kerakligini, qanaqa chiqish kerakligini, nima qilish kerakligini o'rganib, buni usulga ko'rinishiga o'tkazib sotyapmiz, pul ishlayapmiz. Boshida prosta qiziqish bo'lgan, to'g'ri? Boshida pul ishlash bo'lgan. Rahmat. Ana platformalar qanaqa ishlashini o'rganib, buni biznesga aylantirish bo'lgan boshida. O'shaning uchun anaqa qilingan. Lekin yana bitta tomoni ham bor. Bu bilan birgalikda keladigan, nima desa, kichkina farzand bo'lganman men. Butun anaqalarning orasida, qarindoshlarning orasida, o'sha adamgilar tomonda ham, oyimgilar tomonda ham eng kichkinasi men bo'lganman. Hech kim eshitmasdi meni. Har doim jim o'tirgan, kattalar gapirgan, aralashmay, qo'shilmagan deyishardi, lekin men yoshligimdan o'sha ko'p gapiradigan odam bo'lganman. Keyin sotsial setga chiqqanimda men eshitadiganlar ko'pligini o'shanda sezganimdan keyin bu yerda kontent qilishga xohish ortib ketavergan. Chunki eshitishayotdi meni chunki shunaqa travma bo'lgan desa ham bo'ladi. Mana o'zim hozirda men unaqacha shaxsiy brendni maqsad qilganman, lekin professional o'sha kirib turib ichiga kirib ketmadim. O'zim hayotimdan masalan o'zim bilgan narsalarni YouTube'da video olib qilyapman. Menda shunaqa fikrlar bo'lyaptiki, uydagilar tomonidan masalan bekor buyog'ida bo'libsan, masalan fonim bunaqa bo'libdi, bo'tmas, Mamad olishing kerak, bunaqa qilishing kerak edi yoki bunaqa narsa gapiribsan, buni gapirmasliging kerak edi. Mana shunaqa fikrlar bo'lyapti. Hozir meni savolim shundaki, endi shaxsiyatni boshlab o'zini tanitmoqchi bo'lgan odam professionalizmga qanaqa e'tibor berish kerak boshida, meni fikrim, o'zi men uydagilar yoki o'zimning qarindosh urug'larim aytishganda, men ularga javob qilib aytaman, boshida baribir shunaqa bo'ladi va professional bo'lmaydi deb turib, iloji boricha o'zimga olmaslikka harakat qilaman. O'shanga nima maslahat berasiz? Boshida boshlab, hali professional bo'lmaydi по-любому, nima maslahat berasiz o'zi boshlab professional darajaga yetguncha? Agar sizni anaqa qilishga sindirib qo'yadigan gaplar bo'lsa, iloji boricha o'zingizga olmang. Sindirib qo'yadigan, sizni motivatsiyangizga ta'sir qiladigan gaplar bo'lsa, iloji boricha o'zingizga olmaganingiz yaxshi. Lekin o'sha yaxshi bo'lishiga ishonayotgan bo'lsangiz, u odamlarning ham fikrida qanaqadir jon bo'lsa, uni sekin-sekinlik bilan to'g'rilab ketganingiz yaxshi. Misol, umuman sizga bo'layotgan fikrlarni umuman eshitmang deb bo'lmaydi. Lekin sizni sindirib qo'yadigan darajada qanaqadir gaplar bo'layotgan bo'lsa, hammasiga ahamiyat bermang. Muhimi sizga o'zingiz ishoning, mana shu narsa sizda bo'lishiga o'xshashiga. Keyin boya aytdingiz, eng zo'r narsa bu lifestyle borish deb aytdingiz. Ko'p e'tibor unga ketib qolish kerak emas, shaxsiy brend deb bo'lmas, o'zining sohasini bilish kerak deb aytdingiz. Hozir shuni savolim, mana hozir e'tibori shaxsiy bir o'zi bilimlarni o'rganib, sohani yaxshi egallashga qaratib turib, bu yoqda video olayotganda o'zini lifestyle qanaqa qilib o'sha darajaga yetishini yo'lini, protsessi ko'rsatish shu yaxshi bo'ladimi? Yaxshi bo'ladi. Mana shunisi to'g'riroq bo'ladi. Mutaxassis sifatida chiqmaysiz, mutaxassislikka ketayotgan odam sifatida o'zi chiqasiz. Mana shu narsani men bitta o'rgandim, mana bunaqa narsa ekan. O'zingizdan kimdir yoqib ko'rsatmaysiz-da, Mamutga boruvdim, mana bu narsani eshitdim, menga yoqdi, nima deysizlar mana shunga? Yoki to'g'rimi yoki noto'g'ri, mana bu narsani ko'ruvdim, mana bunaqa ekan. Degan o'zi pozitsiyada chiqishni boshlaysiz. Mana shu lifestyle-ga o'rganayotgan narsangiz to'g'ri keladi. Qarang, kontent qotganimiz zo'r anaqa bo'ldi. Bizda 2019-yil, shu 20-yillarda birinchi o'zi adam so'raganlar, nima bu ish bilan shug'ullanyapsan? Kimdir pul to'laydimi senga bu qilayotgan ishingga degandi o'zi adam. Yo'q, paki hech kim to'lamaydi. Hozir o'rganyapman. Ertaga mana shu narsani zo'r o'rganib olganimdan keyin kimdir menga bunga pul to'lashi mumkin, paki hech kim to'lamaydi deganman. Keyin o'sha kontentlarimda qanaqadir o'sish, o'zgarish, yengilliklar bo'lishi boshlagandan keyin har xil
har qayoqdan gap kelishni boshlagan. Qarindoshlardan, o'rtoqlardan, sinfdoshlardan, boshqalardan, ana bloger kelyapti, ana anaqa kelyapti, mana u uyda bu uyda, короче, nima deydi, kesatuv gaplar bo'ladi-yu, odamga yoqmaydigan, неприятный gaplar bo'ladi-yu, qarashi, boshqasi, keyin odam ustidan kullanishi, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi-ku. Конечно, menda ham shu boshda sifat zo'r bo'lmagan, telefonni o'zida olingan, anaqa o'sha bilganimcha nimadir narsalarni olib chiqqanman. Misol hamma narsani zo'r bilganman deb o'ylamayman, lekin o'sha olib chiqayotgan narsamni, qilayotgan narsamni katta energiyam bo'lgan, o'sha narsani quvurganman. Endi u odamlarning gapi menga yoqmagandan keyin nima qilganman? U ishimni to'xtatib qo'ymaganman, просто ular bilan gaplashmaganman. Kiyilchi misol qarindoshlar bilan qanaqa yig'ilish bo'lsa, boshqa bo'lsa, uydagilarga o'zingizlar borib kelaveringlar. Men ozgina ishlarim bor edi, просто o'zim olib qochganman. Sindoshlar bilan choyxonaga ham bormay qo'yganman. Keyin vaqt o'tgandan keyin o'sha odamlar keyin men bilan faxrlanishni boshlashgan. Keyin hozir endi gaplashaveramiz, anaqa qilaveramiz. Endi qizig'i yo'q ular nima deyishadi, nima qo'yishadi. Chunki men o'zim xohlagan narsani qilib bo'ldim. O'zim anaqa aniq maqsadim, aniq yurayotgan yo'lim, aniq nima qilmoqchiligimni aniq bilaman. Kimdir gapi menga o'zi anaqa bera olmaydi. Nima deydi, demotivatsiya qila olmaydi o'zi meni, chunki men qayerga qarab ketayotganim o'zi tushunib bo'ldim. Hayotdan ma'no, o'zimni hayotimdagi ma'noni ham topib bo'ldim. Nima qilishim kerakligini aniq bilaman. Endi menga o'sha qarindoshlar ham, boshqa ham, qaysidir ko'chadagi begona odam ham bu ishing mana bunaqa, bu ishing mana bunaqa desa, xo'p deb qo'yaman, bo'ldi. O'sha umuman ta'sir qilmaydi. Lekin o'rtadagi o'sha boshidagi jarayonda o'zi to'g'ri ish qilyapmanmi yoki noto'g'ri ish qilyapmanmi degan savol bo'ladigan holat bo'ladi. O'shanda ta'sir qilish ehtimoli baland bo'ladi. O'shaning uchun iloji boricha bunga ikkinchi feedback olmaganingiz yaxshiroq. Asrorga bitta narsaga aniqlik kiritmoqchi edim. Bar bu sohada sizni tajribangiz ko'proq. Mana misol uchun Instagramga aytaylik bitta video yukladingiz, u videongiz uchib ketdi, ya'ni yaxshigina prosmotr yig'dida. Bitta tanishimdan eshitib qoldim. Misol uchun agar u prosmotr yaxshi o'sib ketayotgan bo'lsa, пока что ikkinchi video yuklamay turinglar, maksimal prosmotr yig'sinda, keyin ikkinchi video yuklanishi kerak degan gipotezali gap aytiladi. Endi savol, agar ikkinchi video yuklansa, birinchi prosmotr yig'ayotgan video to'xtab qoladimi yo u ham davom etaveradi? Davom etaveradi. Bu mif, unaqa narsa yo'q. Demak, misol uchun yaxshi prosmotr yig'ayotgan bo'lsam, yana qo'shimcha video qo'yaversam, hech qanday ta'siri yo'q. Yaxshiroq bo'ladi, keyingi videoingiz ham yaxshi ketishiga. O'shanga o'xshash kontent bo'ladigan bo'lsa, keyingisi ham juda ko'p ko'rilib ketaveradi. Bu yerda birinchisi o'sayotgan bo'lsa, ikkinchisi to'xtab qoladi degan narsa. Unda bu yerda videolar ham bunaqada, bugun qo'ygan videoingiz, aytaylik, bir oy oldin qo'ygan videoingiz ham ko'rilayotgan bo'ladi. Baribir ikkita yurgan bo'ladi, qanaqadir chislodi. Aytaylik, yarim yil oldin qo'ygan videoingiz ham o'sha qanaqadir nisbatda odamlarga ko'rinayotgan bo'ladi. Agar bitta video qo'yilgan, ikkinchisi to'xtab qolganda bunaqa bo'lmas edi. Bu bo'laveradi. Anaqalar bor, gipotezalar bor, video qo'yilgandan keyin uni udalit qilib bo'lmaydi. Misol, bu statistikaga ta'sir qiladi. Misol, hech qayerda yozilmagan, lekin shunaqa bir nechta profilda bir nechta odam bilan test qilib ko'rganmiz. Keyingi qo'ygan videoingiz o'sha anaqaga chiqishi qiyin bo'ladi, aktiv tushib ketadi, storiesda ham, postda ham. O'shaning uchun udalit qilish tavsiya qilinmaydi, uni arxivga anaqa qilish, olib qo'yish tavsiya qilinadi. Aytaylik, video qo'yilgandan keyin 4 soat ichida izminit qilish mumkin emas. Bu ham bitta anaqa o'sha statistikaga ta'sir qiladigan narsalardan, obloshkasini o'zgartirish yoki tekstini o'zgartirish. Bu xato ketdi, 4 soat tegma, 4 soatdan keyin nimadir qo'shimcha qo'shasan. Shu 4 soatdan keyin o'zgartirsa bo'ladi. Ha, 4 soatdan keyin o'zgartirsangiz normalniy bo'ladi. Iloji bo'lsa o'zi o'zgartirmagan yaxshi. Yana bitta qo'shimcha savol bor edi. Mana bu soha yana keyingi necha yil davomida aktual bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Bundan ham yo'q aktual bo'laveradi. Instagramda bo'lmasligi mumkin, boshqa platformalar chiqaveradi. Men bugun Instagramda ko'pchilik kontent qotdi, 2 yildan keyin katta anaqa auditoriya YouTube'ga qiziqishni boshlaydi. Chunki Instagram to'lib ketadi. Keyin YouTube'da o'zi o'sadi, keyin boshqa qaysidir platforma chiqadi. Twitter hozir O'zbekistonda ommalashyapti, o'tda ishlashga o'zi o'tiladi. Menimcha anaqa qilmaydi, faqat ishlaydigan joylarimiz o'zgarishi mumkin. No, baribir spetsialistlar boyaga aytganimdek, ya'ni PR menejerlar baribir kerak bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Biz o'zi Instagramda blogimizni yurg'izishni boshlaganmiz. Reklama uchun-da, ish uchun. Lekin bu ish sezon talab qiladigan ish, ya'ni mebel sohasi. Bilasiz, hamma uyda yozda uyini remont qiladi, o'shaning uchun yozda rekka chiqadi, bu. Lekin bu ishni biz qishda boshladik, lekin videolarni qo'yganimizda statistika yaxshi ketishni boshladi. Hozir anchadan beri
klient ham kam bo'lgani uchun videolar ham kam chiqyapti. Ha. O'sha statistikani ko'tarib olish uchun o'sha mana shu strukturani qo'llab videoni ko'p share qilish kerakmi yoki yana qaytadan ko'p video yuklash kerakmi? Qarang. Statistikani ko'tarib olish uchun har kuni bittadan kontent qilishga o'tsangiz bo'ladi. Misol, 30 kun har kuni bittadan kontent qo'yaman. 30 kun shu qo'yayotgan kontentni mana shu statistika asosida bo'ladi. Mana shu algoritm asosida qilishga harakat qilaman har bittasini degan narsa qilsangiz ancha oshadi. Ancha oshadi. Har kuni kontent chiqqanda zo'r oshadi. YouTube'da ham misol uchun hozir YouTube'ga ham boshladik 2025 dan. Lekin YouTube'ga ham hozir kamaydi. YouTube'dagi auditoriyani o'ziga qaratishi boshqa yo'nalishlari ham bor. YouTube'da ozgina boshqacharoq ishlaydi. Tematikalar, harakatlar ancha boshqacha. Uni hozir tushuntirib bersam, mana cho'zilib ketadi. Alohida kelaman, xudo xolasa, alohida gaplashamiz. Lekin YouTube boshlab zo'r qilibsizlar. YouTube zo'r auditoriya bor. U yoqda Instagramdagi tez o'smaydi, lekin davomiy o'sadi. Va klientlar YouTube'da ancha ko'p kontent qilingan. Rahmat. Были ли у вас такие моменты, то, что вы хотели бросить эту профессию и заняться чем-то другим? Bo'lgan. Bo'lgan. Как раз 2020-yilda bo'lgan, mana shu biznesimizni boshlaganimizda noyabr oylari edi. Noyabrmidi, dekabrmidi suv anaqada xuddi indiskiy kinolarga o'xshab bo'lgan. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Meni qulog'imda naushnik, kapshonkani taqib olganman. Qo'lim cho'nchagimga solib uyga xafa bo'lib ketayotgan vaqtim bo'lgan. Qulog'imda sokin muzika, qayerdan shu ish bilan shug'ullan, qayerdan biznes qildim, nima bu ish qilman o'zi degan xayollar rosa ko'p xayolga kelgan. Chunki biz mendagi o'sha vaqtda komanda yig'gan edim. Komandamizdagi 4 kishi baravariga ishdan ketib qolgan. Hamma ish o'zimga qolib ketgan, klientlar уже недовольный bo'lishni boshlagan. Mana shunaqa уже qiyinchilik bo'layotgan vaqtda bo'lgan. Nima qilardim? Shuncha riskni o'zim bo'ynimga olib, shuncha mas'uliyatni bo'ynimga olib, undan ko'rish anaqa oddiy ishni ishlab yuraversam bo'lmasmidi? Gentrani olib yuraverardim. Misol $1000 oylik menga yetardi. Nima qilardim o'zimga shuncha bosh og'riq qilib degan xayollar kelishni boshlagan. Keyin anaqada o'sha vaqtda o'sha motivatsiya kelib qolgan qayerdandir ichimga. O'sha Eminem mashulasidan bo'lsa kerak menimcha. Anaqada mayli hozir agar yig'ishtirib olsam nima qilaman? Yig'ishtirib olsam bo'ldi, mana shu qayergadir ishga kiraman, nimadir ish bilan shug'ullanaman. Yo'lim o'sha aniq. Lekin o'sha uydagilarning ishonchini ham, kulgan qarindoshlar yoki boshqalar hammani o'zi hech kim menga ishonmaydigan o'sha darajaga borib qolishini qabul qilishim kerak bo'ladi. Keyin ikkinchi gap kelgan, agar qo'limdan kelsa-chi nima bo'ladi agar mana shu narsa o'xshasa menda, mana shu narsani uddala olsam, agar mana shu qilayotgan ishimni yaxshi qilish qo'limdan kelsa nima bo'ladi? Degan narsa xayoli kelishni boshlagan. Bittada keyin o'sha dopamin chiqishni boshlagan. Miyada o'sha narsani tasavvur qila olganimdan keyin. Misol yaxshi mashina minishimmi, sayohatlar qila olishimmi, qanchadir odam ish bilan ta'minlay olishimmi, o'zimni pulimga uylana olishimmi, o'sha payt endi institutda o'qiyotgandim, ikkinchi kursga o'tdim, o'sha aktuallashyapti uylanish. Shu uydalarga qolsa ancha cho'zilib ketardi. Anaqa qilsam, mashina agar o'xshata olsam, men tezroq uylana olaman yoki boshqa qila olaman degan xayollar kelgan. Shu katta kuch berib yuborgan. Yomon anaqa bergan, odamga motivatsiya bergan, keyin shartda o'sha so'zni yozib telefonimga ekraniga anaqa qo'yib qo'ydim. O'sha aboyini o'zgartirib qo'ydim, agar qo'limdan kelsa-chi degan narsani. Charchaganimda tars etib o'shani qarab, o'shani kuchi bilan yana yuradigan, boshqa qiladigan, bitta gazini bosib, tez keyin o'tib ketgan hamma narsa. Ungacha qilaymikin, qilmaymikin deb yurdim. Yo'q, men aniq qilar ekanman degan narsa keyin o'shanda paydo bo'lgan edi. Bo'ldi, menimcha yaxshi bo'ldimi tadbir? Foydali bo'ldimi? Umringiz ziyoda bo'lsa. Bo'ldi, oka. Xo'p, savollaringiz qolmadimi? Asror aka, kattaga rahmat. Menimchalik bu yerda o'tirgan yoshlarimizga hammaga foydali ma'lumotlar bo'ldi va ko'pchilik motivatsiya oldi gaplaringizdan. Menimchalik o'sha bu sohaga qiziqmaganlar ham qiziqishi ortdi deb o'ylayman. Biz ham o'tirdik, shu yerda eshitdik, juda ham shaxsiy brendni o'zim ham rivojlantirib kelib qoldi. Xudo xolasa, niyatlar bor va savolingiz qolmagan bo'lsa, rahmat kattakon tashrifingiz uchun. Yana sizni Cambridge'da kutib qolamiz. Qarsinglar bo'lsin. Barchamanglar omadinglarni bersin. Hammanglar bilan yana yaxshi kunlarda, yaxshi natijalar bilan Xudo xolasa ko'rishaylik. Rahmat hammaga.